avvalgi daromad topib turgan bizneslarimizda formulalarni tushunmaydigan darajaga kelib qoldik. Startapda unaqa narsa yo'q. Qo'lingizda bori это naqdida. Shuning uchun men bunga fokus qaratdim va Bitcoindan ham ko'proq daromad topdim deb o'ylayman. Startap boshlamoqchi bo'lgan odamga kim kerak o'zi? Nima kerak? Startap nimaligini men mana shu HGT loyihasida bildim. Mashinasida keladi. Может, arendadir bilmayman. Startap uchun 10 ming so'raydi. Qanaqa qilib aytsam shu mashinani sotib yubordim. Nimalarga e'tibor berishlik kerak? Investor startapga investitsiya qilib turgandi. Bu bola faqat o'ziga ziyon qilmadi. Butun keyingi avlod startaperlariga ziyon qildi degan. Chunki ana shu 100 ming bergan investor o'zi jimgina uyga kirib xafa bo'lmaydi. Qolganlarga ham yig'ishtir startaper deydi. 100 ming berdim deydi, bo'lmagan ish deydi. Bular deydi yolg'onchi deydi yoki pulingni noto'g'ri ishlatib oladi deydi yoki bular hali tayyor emas deydi. Hozir O'zbekistonda masalan 10 dan oshiq fondlar bor. Va ular umuman investitsiya qilmaydigan sohalar ham bormi? Biza 1 million 7 million baholashda 1 million 120 ming taklif oldik hozir. 1 million 50 ming bitta investordan, 70 ming bitta investordan, ya'ni venture fonddan oldik. 3 ta o'yin bor edi. Mana jamoam biladi. Biz deyarli har oy bitta uy sotdik. Bitta imkoniyatni qo'pol qilib aytgan to'g'rimi? Kirdim, 3 minut, 5 minut vaqtim bor. Sotmadim bo'ldi. Shu bilan keyingi yana qaytib kirish sal qiyinroq. Tayyorgarlik ko'rishim kerak bo'lgan narsa va eng muhim narsa nima? Instagram yasab olib kelganlar qo'ydikda. Unaqa qilish kerak emas, bu o'lik g'oya-yu. Tug'ilmasdan turib o'ladigan g'oya-yu. Unaqa qilish kerak emas. Masalan, 2 million oylikka yashadim men. Iyul oyidan oyligim birdan bir 40 barobar ko'proq mashnaqa olib ketdi. Ya'ni ko'proq barobar bo'lib ketdi. Bizada mana shu 1 million 300 dan ortiq foydalanuvchimiz har kun kirib foydalanishadi. Investor bo'lib hozir kunda qaysi yo'nalishga investitsiya qilganim yaxshiroq? Assalomu alaykum hammaga. Mana yana Fikr podkastimizni boshlab oldik. Fikr podkastimizdan maqsad nomini ham Fikr nomlaganimiz. Bilasizlar, hozirgi paytda eng katta muammoimiz bizni fikrlashimiz sal noto'g'ri bo'lib qolganligi. U hamma narsada pulga bo'lgan muomalamiz, fikrimiz, oila, baxt, muvaffaqiyat, shunga o'xshagan narsalarga bo'lgan fikrimiz sal noto'g'riligi. Agar shuni to'g'rilasak, qolgan ishlarimiz hammasi to'g'ri bo'lib ketadi. Shu sababdan bu Fikr podkastimizda ya'ni keyingi dunyoni ham esdan chiqarmagan holda bu dunyoda o'zini sohasida muvaffaqiyatga erishgan insonlarni fikrini eshitamiz. Ular bilan shu ularni fikri qanday, pulga bo'lgan, muvaffaqiyatga bo'lgan fikri qanday, mana shularni gaplashamiz. Chunki ular baribir A nuqtadan B nuqtaga kelgan insonlar hisoblanadi va balki ularning fikri ham A nuqtada boshqacha bo'lgandir. Hozir qanday? Mana shu haqida gaplashamiz va undan tashqari bilasizlar, biz inson fondimiz bor va o'zim investorman va ko'p bizneslar juda ham qiziq hisoblanadi. Shu sababdan bizning mehmonlarimiz ham o'zining sohasida juda ham mutaxassis, o'z sohasida muvaffaqiyatga erishgan insonlar va ular bilan o'sha biznesda birinchi o'rinda ular qaysi qadamlarni bosib o'tishdi va shu sohani, shu biznesni boshlamoqchi bo'lganlar nimalar qilishlik kerak va eng muhimi, menga eng qizig'i, agarda biz mana shu biznesga, shunga o'xshagan biznesga investitsiya qilmoqchi bo'lsak, nimalarga e'tibor berishimiz kerak. Shu haqida gaplashamiz. Va hozir bilasizlar, O'zbekistonda eng trend bo'lib turgan mavzu bu startap. Va bugungi mehmonimiz men anchadan beri taniydigan, hurmat qiladigan, o'zimiz bitta loyihalar birga qilgan do'stimiz Alisher aka Tojiyev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Kelganingizga, vaqt ajratganingizga rahmat. Birinchi o'rinda tabrik bilan boshlamoqchiman. 1 yilga qolmasdan bir narsani boshlab, 1 yil ichida 1,5 milliondan ko'p inson uni ishlatishni boshladi va undan tashqari 7 millionga baholanib va 1 million investitsiya jalb qildingiz. Bu juda katta ko'rsatkich va tabriklamoqchiman. Bu loyihaning ismi yo'q, siz bu loyihaning ismi HGT, bilmaganlar bo'lsa, o'sha bilan tabriklamoqchiman. Rahmat kattakon. Chunki birinchi eshitganim, siz o'zingizga ham yozdim, juda xursand bo'ldim. Sababi endi founder tushunadi. Chunki bir loyihani boshlab uni natijasini olishlikdagi xursandchilik boshqachada. Va men uni oldin bilmasdim. Ya'ni kimdir, ya'ni siz bilan deylik bir xil ish qilib turgan inson shu natijaga erishganini ko'rsangiz, uni xursandchiligidan bahramand bo'layotgansiz. Masalan, birinchi martami? Siz masalan hech nima bermaysiz menga, lekin juda xursand bo'ldim. Hop, o'shandan boshlaydigan bo'lsak, qanday bo'ldi? Qanday qiyinchiliklar bo'ldi?
va hozir HGT qaysi ahvolda, qaysi holatda? Avvalo man bitta narsaga rahmat aytaman. Hozir xursand bo'ldim dedingiz-ku. Birovni, ya'ni boshqa bir do'stingizni, yaqinlaringizni natijasidan xursand bo'lish bu bitta muvaffaqiyatda key features deydi, bitta kalitlaridan biri. Bunaqa hissiyot sizda borligi bilan man tabriklayman, chunki juda ham kamchilikda bor bu. Man shu ko'rib turgan kuzatuvchilarga ham shuni iltimos qilardim. Atrofdagi odamlarni, do'stlar bo'ladimi, ota-ona yoki yaqin qarindoshlar kichkinagina mehnatini, natijasini ko'rganda suyunish, bu o'zlarini bir muvaffaqiyatga olib borishga bir juda katta turtki bo'ladi. Bu aynan biz his qila olmagan metaverse deymiz-ku, bitta borliqda mavjud bo'lgan hissiyotlardan va amallardan biridir. HGTga kelsak, Xudoyim bizani siyladi, chunki mana 11-oyga o'tdik. 10-oyda o'sha aytganingizdek yaxshi natijalarga erishdik. Bu natijalarimizda tagida o'sha gap harakat yotadi, mehnat yotadi. Orzu qilganmiz, niyatlar qilganmiz, to'xtamadik va bular uchun dastlab aytadiganim bizni foydalanuvchilarga rahmat aytmoqchiman. Chunki ular bo'lmasa bizani bunaqa baholashmasdi. Ular bo'lmasa bizani loyihamiz bunaqa tez rivojlanmasdi. Ularni feedbacklari, ular bilan kazdeflar o'tkazganmiz, har xil holatlar, ularni muammolariga yechimlar topib, ular bizni shu darajaga yetkazishdi. Shuning uchun biz man ham rahmat aytaman shu yerda turib. Bizani HGT loyihamizdan foydalanayotgan har bir foydalanuvchiga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Shunaqa natijaga erishdik. Hozirgi holatda necha kishi foydalanib turgan? Men bilishimcha 1,5 million atrofida edi hozirgi holatda, hozirgi kunda. Qarang, yuklanmalar bor, ya'ni skachat deymiz, downloadlar bu 1,7 dan oshiqroq va 1,3 dan ortiq ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarimiz bor. Ro'yxatdan o'tmasdan turib, ya'ni o'zini gaz svetlariga to'la yurgan odamlar ham bor. Bizada mana shu 1,3 dan ortiq foydalanuvchimiz har kun kirib foydalanishadi. Biz endi har kun statistikalarni ko'rib boramiz. MAU deyiladi startaplar o'rtasida, ya'ni monthly active users, har oylik tashrif buyuruvchilar, keyin daily active userslar bor. Bizada dailylar o'sha 800,000-900,000 atrofida, MAUmiz shu 1,3 atrofida. Yaqinda adashmasam Zo'r TVda bo'ldimi? O'zbekistonda. Bu qanday bo'ldi? Shu haqida ozgina tushuntirib bering. Butun dunyoda bilishadi, startaplar, umuman founderlar Shark Tank degan ko'rsatuv Amerikada juda mashhur, ya'ni investorlar o'tiradi. Investorlarga siz chiqib o'z startapingiz haqida pitch qilib berasiz, ya'ni so'zlab berasiz, taqdimot qilib berasiz. Investorlardan savol-javoblardan keyin qaysi bir investor xohlasa o'zini pulidan sizga investitsiya kiritadi, ya'ni sizga taklif beradi. Ya'ni bu o'sha paytda o'zi taklif degani, iltimos mana biza 1,7 million baholashda 1,120,000 taklif oldik hozir. 1,50,000 bitta investordan, 70,000 bitta investordan, ya'ni venture fonddan oldik. Va bu takliflar bu o'sha birdan pul bizga keldi degani emas. Bu taklif berilgandan keyin sizni gaplaringizni tekshirishadi. Chunki siz taqdimotda 1,5 million odam deb, sizda undan uncha odam emasdir. Ya'ni eng qizig'i 1,490,000 bo'lib qolsa ham yolg'on gapirgan bo'lasiz. Shuning uchun birinchi qilinadigan ish startapda yolg'on bo'lmaslik kerak. Qanaqa bo'lsangiz shunaqa ko'rining. Startapda loyihangizdagi ko'rsatkichlar emas. Bu ko'rsatkichlar loyihani hozirgi pozitsiyasi investorni pul tikish talablaridan bittasi. Bu yoqda bir shunaqangi investorlar bor. O'zimiz ham masalan angellik qilib yurganmiz-ku, startup studiyamiz haqida xabaringiz bor, UIC kompaniyasi. Bu yoqda komanda uchun ham pul tikish mumkin. Ya'ni loyihangiz investorga yoqmasligi mumkin, lekin o'zizni jamoadagi energiya uchun investor o'sha pulni berishi mumkin. Chunki o'sha ko'rsatuvda Taqdimot O'zbekiston degan ko'rsatuv bo'lyapti. O'sha Shark Tank'da analogi, ya'ni o'shandan ruhlanib turib qolishgan. Aloqa Venture bilan Aloqa Bank tomonidan Zo'r TVda shunaqa taqdimot qilib berishyapti. Menga bu ko'rsatuvda o'sha shouda ishtirok etish uchun harakat qildim. Nimaga? Chunki bu yoqda men bir o'q bilan 4-5 narsani urib ketar ekanman. Ya'ni birinchisi startap nimaligi, hozirgi kunda masalan qimorga berilib ketgan bolalar bor yoki boshqa yengil pulga yoki pul topishda bu tomonda ham yo'li bor. Ya'ni startap sohasida ham pul topsa bo'ladi yoki farzandi oylab, yillab bitta loyihada pul keltirmaydigan loyihada ishlab yurgan bo'lsa, bir xil ota-onalar bor. Bekorchi yurmadi, buni
doimiy daromadli ishga majburlab qo'yish mumkin. Yo'q, qaysidir ixtirolar bilan shug'ullanayotgan farzandlarni qo'llab-quvvatlash bor. Bir mana shunaqa turtkilarda yoki klassik traditsionalniy biznesmenlarimiz bor-ku, nimadirga pul tikadi, bir oydan keyin pul kelishi kerak. Yo'q, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin pul keladigan biznes turlari ham bor. Va hozir pul tikilsa, startaplarda qanaqa exit qilinadi? Masalan, zo'r bizneslar bir 100% daromad keltiradi desak, yiliga qo'pol qilib aytaman, lekin anaqa biznes juda kam, 30%, 25% buni bilamiz. Lekin startapda 10x, 100x degan narsalar bor, ya'ni 10 barobar ko'proq, 100 barobar ko'proq daromad topish mumkin. Masalan, meni startapimda ham bir necha karra x bo'lgan startap hisoblanadi. Ya'ni hozirgi haliganda ko'rib turdim, siz postlaringizni o'qib turganimda shu yozgan ekansiz, startapimiz buncha baholandi deb turib, hozir 7 million. Ya'ni hattoki eng tez o'sadigan bitcoinga solishtirsa ham siz startapingiz undan ko'proq o'sganda, mashalloh. Shunaqa yilni boshida eslasangiz, ko'p ana shu qimmatli qog'ozlar bozori bu loyihalardan hammasidan konsentratsiyani startapga olgan. Chunki bu yoqda bozor, dunyo iqtisodiyotida tushunarsiz formulalar paydo bo'lgan. Qara bu yoqda esa chista g'isht qo'yishda bizaniki. G'ishingizni qo'yasiz, sement qo'yasiz, keyingi g'isht aniqda, har bir g'ishtga pul topasiz. Startap ham shu aniq, mehringizni berasiz, bir muammolarni o'rganasiz, har bir foydalanuvchingiz bilan ishlaysiz, har xil holatlar, ular aytgan muammoga yechimni salgina anaqa marjasidan pulini qo'yib turib sotasiz, bo'ldi. Buni takrorlayverasiz, rivojlanasiz. Avvalgi daromad topib turgan bizneslarimizda formulalarni tushunmaydigan darajaga kelib qoldik. Chunki siyosatni ko'rib turibsiz, iqtisodiyotni ko'rib turibsiz. Kimdir kayfiyati bitta bo'lsa, butun dunyoda o'zgarib ketadi. Startapda unaqa narsa yo'q. Qo'lingizda bori, naqdida. Shuning uchun men bunga fokus qaratdim va Bitcoindan ham ko'proq daromad topdim deb o'ylayman. Ya'ni ko'proq karra anaqa oshdi. Shunaqa. Shuning uchun aloqa venture bilan o'sha aloqa bank tomonidan qilingan mana shu ko'rsatuvni maqsadini, g'oyasi uchun bordim. Men u yoqda pul ko'taraman deb bormadim. Chunki saralash bo'ldi bundan oldin. Saralashda ko'pchilik anaqa kulib qarashdi, chunki men startaperlarning ichida eng yosh startaper hisoblanaman anaqa. Chunki bu yil kirdim. Ikkinchidan so'rayotgan pulim qolganlarning ichida aytadi kosmetik summa. Chunki eng katta baholangan bir 5 million ko'rdim, yoki 3 million ko'rganlarim bor, ular ham 1-2 dona. Lekin ular so'rayotgan summa 300-400 ming. Amanda birdan 7 million, birdan 1 million, mayli deb ana kak hurmat qilib yosh ana bo'ladi, IT'dagi o'rnimiz uchun mayli deb o'tkazishdi deb o'ylayman. Lekin men chista ularning qadriyati va niyati uchun bordim. Bu odam xudoyim seylabdi. Borganda 3 ta juri bo'lardi. Investorlar 4 ta. 4 ta investor bo'ladi. Necha minut vaqt berildi? 3 daqiqa vaqt beriladi. O'shanda speech tugatishingiz kerak. 3 daqiqancha tugatish kerak. Lekin hozir birinchi mavsum bo'lganligi uchun ko'pchilik startaperlarimiz vaqtdan chiqib ketishdi. Men bu narsani ko'p aytdim. Lekin o'zimga javob beray deb o'zimnikini o'sha vaqt oralig'ini to'g'ri taqsimlab qo'ydim. Qarang, hozir baholash deyapsiz-ku, masalan, bu 7 millionga baholandi, keyin aytdingiz 5 million borgani 5 million, 3 millionga baholangan. Baholanish hozir kim baholaydi? Qayerdan olib baholanadi? O'zi startaplarni baholash bo'yicha ma'lum bir standartlar shakllangan. Bu 85-90-yildan buyon rivojlanib kelgan. Amerikada, Yevropada, MENA hududlaridan, Fors ko'rfazi hududlarida yagona baholashga o'tishgan. Baholash o'zi 2 xil. Bittasi mavjud ko'rsatkichlar asosida, ikkinchisi esa kelajakda o'sishingizga qarab turib, DCF deydi, discounted cash flow deymiz. Unaqa ko'rsatkichlar asosida. Mavjud ko'rsatkichlarda multiplikator ishlatiladi. Ya'ni siz bu oy qancha topasiz, ikkiga har bitta sizga pul to'laydigan odamlaringiz bu LTV deydi, lifetime value deydi. Ya'ni ular sizga qancha pul keltirishi mumkin. Keyin CAC, har bitta odam olib kelayotgan paytingizda customer acquisition cost deydi, ya'ni qancha pul sarflaysan. Ana shularni hammasi kelib chiqiladida, masalan, $100 ming chiqdi. Shuni startap bo'lsa multiplikatorlar 10x, 15x hisoblanadi. Fintechlarda, boshqacha medtechlarda ko'proq, gavtechlarda kamroq, mana shunaqa bo'lingan. Edtechlarda ham salgina kamroq, mana shunaqa. O'sha multiplikatorlar bor. O'sha multiplikator degani ya'ni baravar ko'paytiriladi. Masalan, fintechlarda 15x degan tushuncha ham bor. Ya'ni 15 barobar ko'proq sotsangiz bo'ladi. Demak, $100 ming qiymati chiqib keldi-yu, ana shuni 15x bo'lib 1,5 million baholanadi. Menda ham dastlab loyiha may oyida baholangan edi.
bu DCF bilan baholangan, chunki ko'rsatkichlarimiz uncha go'zal emas edi. Discounted cash flow qilib baholangan edi. Hozirgi kunga kelib 7 million baholanishi esa aynan bizada o'rtada masalan Uzum kompaniyasi yordam berdi. Uzumgacha yana Yelskiy universitetidan xodimlar olib biza buni baholaganimizda $8 million chiqdi. Lekin O'zbekiston yer sayyorasida ham diskount degan narsa bor. Baribir savdolashishadi. Men birinchi investitsiya menga ishonadigan odam bo'lganligi uchun 1 million diskount so'ralgan edi. O'sha 1 million diskount bo'yicha 7 millionga tushgan edi. Endi buni aloqa venture eshitgan, boshqa eshitgan, shuning uchun men shu narxda to'xtaldim. 7 milliondan hozir siz bittasidan 50 million, 1 million 50. 1 million 50 и 70 ming. 70 ming venturedan oldik. Olyapmiz aniqrog'i 1 million 50 bitta investordan. Qani bunga hozir qaytamiz, lekin bu bir kunda bo'lib qolgan narsa emas. Haqiqatdan 7 oy oldin 10 oy oldin boshlagansiz, lekin ungacha bo'lgan qadamlar bor. Keyin ozgina shu fikrlar haqida ozgina gaplashadigan bo'lsak, chunki men Twitteringizda ozgina o'qidim, boshida u 2020-yilda yozgan ekansiz, 6 yil bo'ldi. O'shanda yozgan ekansizki, meni maqsadim birinchisi jamoam har tomonlama o'ziga to'q bo'lishi hamda kuchli bo'lishi kerak. Ikkinchisi global startup qilish va dunyo kezish. O'shanda ham startup haqida o'ylagan ekansiz. Uchinchisi foundation ochib, yig'gan pulimizni yaxshilikka sarflash. Bu 6 yil oldin yozilgan post. Siz tomonidan. 6 yil o'tdi. Qayerdasiz? Birinchisi eslaysizmi bu postda yozgan narsa? Eslamayman hozir. O'sha payt shunaqa yozganimdan hozir xursand bo'ldim. Rahmat o'sha paytdagi Alisher. Yo, niyat bo'ladi, odam bari genetikasi niyati bo'ladi. Hozir ham shu maqsadlar. Birdan erisha olmaymiz hammasiga, lekin ya'ni to'liq erishdim deya olmayman. Yo'ldamiz. Lekin xursandchiligim anaqa boshlang'ich nuqtalarda emas. Qanaqangi natijalarga erishilgan nuqtada. Ko'pchilik xabari bor, men jamoa qurishga fokus qaratganman. O'sha paytdagi orzularim bo'lgan. Juda katta jamoa qila olmadim, lekin kichik hajmdagi jamoa bor, bir 31 kishilik founderlar desak, shunaqa jamoa shakllangan va ularni deyarli 50% apex breakdown deymiz, ya'ni nolga chiqib bo'lganlar. Bu juda katta natija hisoblanadi, aynan bizning sohada, aynan meni sharoitimda ham, chunki minusda yurishda biz yopilib ketamiz-da, chunki pulimiz yo'q, ortiqcha pulimiz yo'q. Nolga kelganlar, qolganlar esa ozgina minusda, lekin ko'rsatkichlari juda ham zo'r. Eng kichkina ko'rsatkichimiz ham $1.5 million kichkina kompaniyacha ochishgan startup yoki produkti bor. $20 million shogirdlarim ham bor, ya'ni o'sha kompaniyaga ega to'lov tashkilotlari bor, shunaqa. Mana shunaqa darajaga yetib keldik. Ya'ni birinchisi jamoam to'q bo'lishi, ya'ni o'ziga to'q bo'lishi degani bu yerda juda ko'p fikr, oilasini eplab qo'yishi shunaqa. Yana xursandchiligim hammasi uy-joyli, oilali, farzandli. Alhamdulillah, bu ham bitta go'zal ko'rsatkich juda kerak. Chunki u paytda hammamiz endi orzular bilan yashayotgan paytimiz bo'lgan. Ikkinchisi o'sha fond ochib deyilgan-ku, yaxshilik qilish degani u yoqda o'sha qiynalgan oila farzandlarini kontragini to'lab berish. Prosta to'lab berish emas, ularga KPI'lar qo'yish, ya'ni bahosi yaxshi bo'lishi kerak, ko'rsatkichlari ixtirochi bo'lishi yoki nimadirlar. Ya'ni ta'lim bo'yicha yaxshilik qilish. Keyingisi o'sha ozgina yo'l-yo'lakay angel investorlik ham qilganman. O'sha angel investorlikni anaqa rasmiylik, ya'ni venture formatidan bilmayman qanaqangi fond formatidanmi. Shu ixtirolarga, ya'ni R&D deymizku, research and developmentlarga pul berish. Hech qanaqa kelajakda masalan qaysidir odamlarga yordam tegadigan pul berish. Foydasiga aralashilmaydi. Zo'r bo'lib ketish uchun pul beriladi. Masalan 4 ta bosqichli, 5 ta bosqichli. Chunki faillar bo'ladi-yu. Shu mana shunaqa narsalarni reja qilingan, lekin hali fond ochilgani yo'q. Demak, jamoa okey, startup alhamdulillah, startup ham ozgina bo'lsa ham okey. Men buni naqangi qo'yganim, savol berganim, masalan, hozir o'zim aytib o'tdingiz, esimda ham yo'q edi bu postda yozganim deb. Lekin baribir maqsad eng muhim narsalardan bittasi ekan. Bu nafaqat sizda, boshqalarda ham ko'rdim. Shu boshida maqsad qilgan, keyin yarim yo'lda shu maqsad turaveradi, lekin shu yozgani yoki imенно mana shu narsalarni maqsad qilgani esdan chiqib qolgan. Lekin shu tomonga qarab yurganda qaysidir paytda erishgan.
ham 100% erishmasa ham 70%ga 60%ga erishgan. Mana hozir ham shuni ko'rsak bo'ladi. Deyarli hammasiga erishilgan. U paytda adashmasam startap deb yozgan ekansiz. U paytda startap boshlamagansiz, to'g'rimi? Yo'q, startap boshlamaganman. Startap nimaligini mana shu HGT loyihasida bildim. Men necha yildan buyon mana o'sha investorlarga pitchimni ichida bitta so'z bor-da. Juda ham jiddiy qarashlarni so'rayman. Startap qilish uchun 15 yil tayyorgarlik ko'rdim dedim. Ya'ni men mana shu IT sohasida 15 yildan beri yurgan bo'lsam, men hali startapni boshlashga o'zimga anaqa hali tayyor emasman dedim. O'rganishim kerak iqtisodiy parametrlarni, muomala, connection, odamlarning psixologiyasini o'rganish, texnologik kuchli podacha berish. Shulardan keyin startapga kirildi. Ungacha outsourcingda qancha qovurilganimiz, qancha qiyinchiliklardan o'tganligimizni endi siz ham bilasiz, juda ko'pchilik ham biladi mana shu. Uni gaplashamiz. Xo'p, qarang, startap haqida boshladik. Hozir trendda bo'lib turibdi. Hattoki yaqinda Qozog'istonga borganimizda ham ular aytdi, Qozog'istonda emas, Qozog'iston bilan startaplarni shahri hisoblanadi, qaysidir ma'noda. Lekin aytyaptiki, hozir emas, chunki bizda pul qolmadi. Startapni O'zbekistonda qilgan deb Qozog'istondagilar o'zi aytyapti. Va bu yoqda kim bilan gaplashsam startap yoki investitsiya qilmoqchi yoki startap ochmoqchi yoshlar, hokazo. Qaysidir ma'noda bu bir portlaydigan narsa emasmi? Bubble'ga aylanib ketmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz hozir shuni ichida yurgan inson sifatida? Faqat tafakkur bilan o'ylashlarini so'rayman kuzatuvchilar. Hozir davri. Sharikmi? Qanaqangidir pufakcha bor. Ya'ni baholash bo'yicha pufakcha bor. Oddiy loyihalarga ham pul tikuvchilar bor. Shunaqa pufak davri. Bu paytda agar lafzini to'g'ri ushlolsa, startaperlar uchadi tepada. Agar masalan men sizga keldim, menga 100 ming bering, mana g'oyam bor dedim. Startapda bosqichlar bor, ha? Masalan, ideya, g'oya bosqichi bor. Pre-seed deymiz, seed, ya'ni MVP darajasi. Keyin odamlar ishlatib turib minusda yurganiz, odam ishlatib turib daromad, mana shunaqa nolga chiqqan, plusga chiqqan, mana shunaqa bosqichlarimiz bor. Shu bosqichlarning eng g'oyasiga ham pul tikiladigan davrdamizda. Lekin mana shu g'oyada olgan pulini 100 mingini mashina olib qo'ysa yoki nimadirlarga noto'g'ri ishlatsa, bu bola faqat o'ziga ziyon qilmadi. Butun keyingi avlod startaperlariga ziyon qildi degani. Chunki ana shu 100 ming bergan investor o'zi jimgina uyga kirib xafa bo'lmaydi. Qolganlarga ham yig'ishtir startaper deydi. 100 ming berdim deydi, bo'lmagan ish deydi. Bular deydi yolg'onchi deydi yoki pulingni noto'g'ri ishlatib oladi deydi yoki bular hali tayyor emas deydi. Ya'ni ishonchni yo'qotamiz. Ishonch yo'qotilmasligi uchun mana shu pufakdan chiroyli chiqa olishimiz kerak. Shuning uchun Abduqahhor aka borlar, Smartup degan startaplar bor. Ularning bitta gapi borda, sentral, ya'ni Markaziy Osiyoda o'rta yosh startaperlarning yoshi 22-24 yosh. Agar Qozog'istonni olib tashlasangiz, 22 yosh, 21 yosh bo'lib qolamiz. Qozog'iston tufayli yoshimiz sal o'rtacha yosh baland bo'lib turibdi. Yevropa hududlarida 35+, menada ham xuddi shunaqa, 35+. Amerikada уже 40+ mana shunaqa ekanda. Nima uchun siz baribir yoshga bog'liqda? Yosh degani уже tajriba degani. Ya'ni men to'g'ri ma'noda aytaman, ya'ni salgina tajribaliroq davrda startap boshlash kerak. Birdan yoshlik paytida g'oyalar bilan qilib ketishga men qarshi emasman. Lotereya bolalarimiz juda ham ko'p, lekin imkon qadar tajribani oshirib keyin boshlashsa ham yo'qotishmaydi. Chunki men o'sha orzu qilgan paytimda 1 millionlik haqida o'ylagandirman. Hozir men ichimda savol berib ko'raman-da. Xudoyim baribir bilasangiz, doim niyat qilsangiz ko'prog'ini beradi-yu. Hozir juda ko'prog'ini berganda, lekin biza ketayotgan yo'limizni prognozimiz bo'yicha aynan HGT loyihamiz 50 million pluslik startapga aylanadi va juda yaqinda biz e'lon qilamiz inshaalloh. Aytganim, bu yo'lda biz doim o'ylaganimizdan ziyodasi beriladi. Faqat to'g'ri qadam tashlashimiz kerak. Startapda o'sha gap, yolg'onni to'g'ri ushlash kerak. Yaxshi mavzu ochdingiz. Agar startap boshlamoqchi bo'lganlar kuzatib turgan bo'lsa, siz masalan bitta ishni HGTni boshladingiz va 7 millionga olib chiqildi, pulni ham tortdingiz. Hop, startap boshlamoqchi kimdir, yosh bola. Birinchi o'rinda g'oya. G'oya hozir hammada bor-da. Hamma kimni gapirsangiz, hammada o'z fikri bor, g'oyasi bor. Lekin uni realizatsiya qilganlar ancha 1% hisoblanadi xolos. Ham o'zingiz misolingizda ozgina, keyin qilingan etaplar. Masalan, HGTda birinchi g'oya qayerdan kelib chiqqan va qanchada amalga oshdi. Bu bir. Keyin startap boshlamoqchi bo'lgan odamga kim kerak o'zi, nima kerak? Bir kishi. Masalan, siz ITdan chiqqansiz, xo'p, lekin agarda siz masalan hozir boshqatdan
startap boshlamoqchi bo'lsangiz, hech kim tanimagan holatda pul endi startap boshlamoqchi bo'lgan inson katta puli ham bo'lmaydi va ITdan hali xabaringiz yo'q. Yoniga kimlarni yig'ishlik kerak va shu pul olgungacha bo'lgan etaplarni birma-bir aytib o'ta olamizmi? Boshlamoqchi bo'lganlarga osonroq bo'lishligi uchun aniq faktlar bilan. O'shani men haqida aytganim, menga qiziq qayerdan kelib chiqdi, sizga bu fikr qayerdan keldi? Dastlab startapga to'xtalsak, startap bu o'zingizning muammongiz emas, odamlarni muammosiga berilayotgan yechim g'oyasi. Ko'pchilik o'zi miyasida muammoni topadida, unga yechimni g'oya shaklida shakllantiradida, buni startap qilaman dedi. Yo'q. Sizni emas, boshqa tomondan muammosiga yechim bo'lishi kerak va u ommaviy bo'lishi kerak, imkon qadar umumbashariy bo'lishi kerak. Chunki O'zbekistondagi ayrim fuqarolarda takrorlanadigan muammo boshqa davlatdagi muammolarda ham takrorlanadi. Imkon qadar umumbashariy degani boshqa davlatlarda ham bu muammo takrorlanishini to'liq tahlil qilib keyin kirish kerak. G'oyangiz yana o'zingizdagi ichki kuxnyadagi mana oshxonani ichidagi muammo hal qilib qo'yish kerak emas. Lekin yaxshi emasmi? Birinchi o'zingizning mahallangizdan boshlagingiz yaxshi emasmi? Qani, o'zi mahalla degani ham o'sha siz ko'chaga chiqdingiz-da. Ko'pchilik o'zini miyasidagi muammoni shuni ko'radi. U tomondan. Mana bu muammo bor deydi, mana shuni startap qilish kerak deydi. Yo'q. Muammo birinchi o'rganiladi. Masalan, HGTda muammo qayerdan kelib chiqdi? Shunchaki O'zbekistonda kommunal narxlari keskin ko'tarilish boshlandi. Biz nima qildik? Bizda hech qanaqa narsa yo'q. Shunchaki limitlar degan narsa bor. Masalan, 200 kilovatdan o'tsa mana buncha yoki 200 metr kubdan o'tsa mana buncha narx bo'ladi deganni odamlarga ko'rsatsa degan, shunchaki ko'rsatish qilib berdik. Bundan oldin PayMe, Click, boshqa tizimlarning ichida bu narsa bor edi. Odamlar faqat balans ko'rardi. Biz shuni oldiga indikator qo'shdik. Hop, lekin uni boshlashdan oldin 10-etapini bilarmiz yoki kelib shundan boshlab turaylik bilan boshlandimi? Biz 10-etapini bilmasdik, hozirgi holat bilmasdik. Shuning uchun startapda pivot degan narsa bor. Startap bilsangiz bizda muqaddas kitoblarimizda yozilganda kasb seni o'zgartirmaguncha sen kasbni o'zgartirma degan. Startap ham sizni yo'naltiradi. Siz birinchi umumbashariy muammoni topingda, o'shanga yechimni tezgina chiqaring. Biz 2 haftadan chiqarganmiz MVPni. Shuni topdik, 2 haftadan keyin chiqardik uni. Chiqargan paytingizda kim bo'lishi kerak? Albatta yoningizda bu texnologik yechim bo'lgandan keyin CTO deymiz, texnik direktor kerak. Ya'ni endi menda o'zim aytishlik bo'lganligim uchun, ya'ni umuman dasturlash sohasini ichida bo'lganligim uchun menga u narsa anaqa kerak bo'lmadi, lekin yana aytaman, g'oya mualliflarida doimiy bo'ladigan o'sha founderlar deymiz-ku, asoschilar yonida kuchli CTO bo'lishi shart. CTO bu degani ITni tushunadigan mutaxassis. Va siz nimadir muammo aytsangiz, u muammoga yechimni shakllantirib sizni qo'lingizga tutqazadigan odam. Hop, bu narsa juda ham muhim va CTO bu sizning sherigingiz bo'ladi. Mana hozirgi kunda men endi CTO qidiraman, chunki kengayamiz, texnikskidan chiqolman. Savol, sizga nima CTO kerak? Siz o'zingiz men o'zim o'tira olmayman doim ichkarida. Siz foundersiz. Founder hamma ishni qilmaydi, hamma o'zini ishini qilishi kerak. Biz O'zbekistonda lag'mon yoyishga ham, somsa pishirishga ham hammasiga bir kishi yo'q, mumkin emas. Hamma o'zini ishini qilishi kerak. Ma'lum bir davr kelgungacha mayli bir kishi 3-4 kishining ishini qilib tursin, lekin biz insonmiz, cheklanganmiz, resurslar cheklangan. Xuddi shunaqa fiziki uspet qilolgan imkoni yo'q narsalar bor. Mana shunda men hozir kuchli CTO qidiraman jamoamizga va u endi aytib ketaman, kimdir kuchli CTO bo'lsa biz marhamat jamoamizga bu bir sharing beramiz, ya'ni ulush beramiz. Kompaniya anaqa sherikchilik asosida bo'ladi, ya'ni sherigimiz bo'ladi. Oyliklar ham katta, masalan $5,000 atrofida. Bitta postda yozgan ekansiz. Siz o'z investor qilgansiz startaplarga. O'shalarda eng katta muammo CTO bilan founderning kelishmovchiligi deb aytgan ekansiz. Hozir ikkinchi birinchisi muammoni startap boshlab turganda birinchisi muammoni topishlik va risk muammoni tezroq chiqarishlik va ikkinchisi CTO topishlik. Xo'p, sizni aytingiz loyihangiz qaysi joyga chiqqanini CTO yoqtiryapsiz. Lekin noldan boshlab turganda CTO bilan qanaqangi kelishish kerak o'zi boshidan? Qaysi biri to'g'ri bo'ladi? Xo'p. Birinchi navbatda, masalan, hozir juda ham ko'pchilik yoshlar tushunib olgan, texnik direktori bo'lishligini, ya'ni CTO bo'lishini jamoada, direktor demaymiz-da, texnik mas'uliyatni oladigan sherik deydi. Siz g'oya, sotish, bozorda o'rganish bo'yicha siz 2 kishisizlar. Boshlanyaptimi? Demak, kompaniyani bir
sotuv uchun bir 70%ni ajratib qo'yinglar, startapsizlar. Ya'ni startaperlar baribir uni sotadi ertaga. Shuning uchun 50-50 bo'lish oldik degan tushuncha bo'lmasin-da. Founderda bir 70%, CTOda bir 10% qolsin-da. Yana masalan jamoaga bir 5%, chunki jamoa ertaga keladi, ularga ham cliff vesting deydi. Hozir uni ham tushuntirib beramiz. Cliff vestingga bir 5% beriladi. Mana shunaqa qilib ulushlar qolsa, 85, 5, 10. Tushunarli? 85 dan esa CTO biladi işte. Ha, bo'ldi. 85 dan, founder 85 dan sekin-sekin sotilib boriladi. Masalan, pre-seed roundda 10%, keyingisida bir 15, может qaysidir etaplarga kelgandan keyin kattaroq ulush sotilmas. Kamroq ulush sotilar shunaqa. Bir kun borib founderda ham bir 15-20% qolishi mumkin, maksimum. Shu. Mana shunaqa kelishuvni hozirdan kelisha olish kerak-da. Buni qog'ozga tushirish kerak. Qog'ozga tushirilgan paytda har bir detal yozilsin. Ko'pchilik og'zaki kelishib qo'yadi. Qog'ozda rasmiylashtirib qo'yilgan bitta zo'r tomoni, bizning baribir jasadimiz bor, ruhiyatimiz bor-da, ruhiyat ertaga aldanib qolishi mumkin. Hech narsa yo'q deb. Shu ushlab turadigan qog'ozlarni qilib qo'yinglar. Va bir-birlariga ertaga bu dalil bo'ladi, u yoqqa bu yoqqa qayrilib ketmasligiga. Albatta kelishuvda mana shu loyiha fail bo'lib ketgunga qadar yoki muvaffaqiyatli bo'lib ketgunga qadar degan tushunchalarni to'g'ri qo'ya olish kerak. Masalan, fail bo'lgunga qadar, failda ham 10 yil kutmaydi-ku, to'g'rimi? Qanchadir muddat belgilashadi va undan keyingi kichikroq muddat, ya'ni imkon muddati, undan keyin eng oxiri kritik muddatlarni belgilab olish kerak. Butun umr g'oyaga uylanib qo'yish kerak emas. Bir xil men dunyoni o'zgartiraman deb bitta o'zini muammosini g'oya qila oladi-da, butun umr ketadi. Yo'q, bizda bir marta berilgan umr. Deadline muhim, chegara muhim. Shuni qo'ya olish kerak. Muvaffaqiyatda ham xuddi shunaqa. Masalan, kamida 5 yil ishlab beradi, muvaffaqiyatli bo'lib ketgan taqdirda ham. 5 yildan keyin mayli boshqa CTO qo'ysin-da, charchaydi-yu ham yoki o'zi nimadir hayoti bor. Xohlasa qolsin. Lekin o'sha 5 yillik ketmaslik yoki 10 yillik ketmaslik degan joylarni belgilab olish kerak. Mana shunaqa joylari bor. Investorlar mavzusi o'tgan paytda buni yana bir narsani tushunib beraman. Xo'p, shunda men tushunishimcha 85% founderda qoldi va keyin faqatgina founder o'zini ulushidan sotar ekanda keyinchalik. Ha, masalan, pre-seed roundlar, qaysi roundlarga kelgandan keyin san ham ulushingni sotsang bo'ladi degan narsadan kelishib ketiladi. Ya'ni 10%ni sotib ketsa bo'ladi. Sotayotgan paytda o'zining etikasi bor. Tag along rights, drag along rights deyiladi. Ya'ni sizni ulushingizni sotayotgan paytingizda bozor baholagandan keyin kimdir siz uni avval ichki kuxnyada olasizlarmi deyish. Birdan ko'cha bilan kelishib qo'ymas. Qarang, birinchisi muammo topdi, realizatsiya qildi, CTO bilan kelishdi va keyin nima? Hop, boshqa sotuvni kutish kerakmi? Keyin nima qilishimiz kerak? Eng foydaliroq narsa. Birinchisi o'sha mana g'oya bor, muammo. Texnik siz partneringiz bor. 2 kishi bo'ldik. Срочно MVP chiqarish kerak. G'oyangiz perfekt bo'lib ketmasin, perfektini kutmanglar. Perfekt kutish bu уже anaqa juda ham og'ir, ko'p pul sarflanib, falokatga olib kelib qo'yishi mumkin-da, chunki pul yana o'sha gap cheklangan. Tezroq MVP qilib bozorga chiqarib yuborish kerak. Chunki bozorga chiqarganingizdan keyin bozor uni ta'mini tortib ko'radi. O'sha paytida siz kerak-kerakmasligingizni, g'oyangizni sinovdan o'tkazib olasiz. Shu payti pivot boshlanadi. Ya'ni siz pivot tushuntirib bering. Ya'ni sizni g'oyangizni bozorda o'zi chapga buril deydi. Chapga burilsang biz ishlatamiz deydi yoki o'ngga buril biz ishlatamiz deydi. Mana shunaqa davr boshlanadi. Shu paytda bozorni muammosi bo'yicha ishlayverish kerak edi. HGTni yutgani bozor muammosi bo'yicha ketdik. Biz dastlab gazni qo'shdik, yurdik. Hattoki startapimizni g'oyasini atroflicha o'rganish kerak edi. Men ob-havolagacha kuzatganman. 2-martda oxirgi qor yog'gan. O'sha kuni biz update chiqarishimiz kerak boshqa kommunalkalarni qo'shish uchun. Agar u kunni yutqizganimda edi, odamlar bizning gaz platformamizga quyoshli kunlarda kirmasdi. Kirmaganida ichida svet chiqindi, suv borligini bilmasdi. Tushundingizmi? O'sha kungi update ulgurib bizni chiqarib odamlarni ushlab qolishga erishdik. Sovigan paytda gazni berdingiz, to'g'rimi? Mana shunaqa, chunki gaz qimmat bo'lib ketdi-da. Bizda qanaqa hozir elektrdan foydalanish siyosati ketyapti ko'proq. Masalan, yashil energiya, bu gaz baribir qimmat resurs, cheklangan resurs, qiyin-da baribir. Shuning uchun aholi o'rtasida ham baribir daromadimiz oshib boryapti, lekin uni tejash uchun biza odam ikki xil boy bo'lishi mumkin-da.
nafaqat ko'p pul topib, balki tejash bilan hamda o'sha tejashga fokus qaratdik biz. Keyin gaz tugaydi-yu quyoshli kunlagan payt. Faqat zo'r ekanmiz deb yurmaymiz-ku. O'sha ob-havolar o'tishi, risklarni sanab, keyin uni sekin kommunalniy ilova qilib oldik. Kommunalniy ilova qilgan paytimiz foydalanuvchilarimiz o'zi bizani pivot qildida, endi to'xtanglar dedi, bizga kommunalniy ilova dedi, mana Maygovda ham bor, soliqda ham bor, u bor dedi. Biz uy bo'yicha muammolarimizni yechib beringlar dedi. Keyin biz sekinlik bilan HGT ilovamizni uy bo'yicha muammolarni yechadigan ilovaga aylantirdik. Endi hozir yaqinga chiqadigan yangiliklarimizdan uyga xizmatchilar chaqirishingiz, tozalovchilar, elektriklar ularni chaqirishingiz mumkin. Ularni anaqa subscription asosida bir oyda bir marta o'zi chaqirmaysiz. Har oy kelib ketadigan yoki menga qish boshlanishidan oldin kelib ket, konditsionerni tozalab, yoz bilan kelib ketdi, pulini to'lab qo'ysangiz, tushundingizmi? Avtomatlashtirishingiz mumkin. Yoki bitta tugma bilan uyingizda hozirgi bahosini chiqarishingiz, bitta tugma bilan uyingizni sotib olishingiz yoki gaz svet suvlarda hozir bilan qo'shganmiz, doim plyusda bor, hech qachon svet gazingiz o'chmaydi. Shu bitta tugmani yoqib qo'yasiz, biz sizni o'rningizdan to'lab turamiz. Sizni hisobingizdan emas, yonimizdan to'lab turamiz. Men qachon beraman? 3 oyda ichida berishingiz kerak bo'ladi. Qo'shimchasi bilanmi? Yo'q. Foyda olishdanmi? Hech qanaqa nol bilan. Faqat 3 oyda ichida to'lamasangiz, endi qonunchilik bo'yicha biz pulimizni undirishdan harakatlanib boshlaymiz. Hop, pivot, ya'ni bozor balkim men xohlagan narsa, men o'ylagan narsa bozorga kerak emasdir, ularga boshqa narsa kerakdir degan narsa ekan. Hop, pivotni ko'rdim, ya'ni bozordan men feedback oldim va o'zgartirdim. Keyin nima? O'zgartirdiz, o'sha keyin bozorda oqim bo'yicha yuraverasiz. Faqat bitta narsaga ehtiyot bo'lish kerak. kerak. Pul qolmadi men endi, pul tortishim kerak. Qanday qilib bozor bo'yicha yurganingizdan keyin bozor sizga o'sha pul to'lashni boshlaydi. Boshda mana keyin ko'pchilik aytadi, men hozircha tekin qilaman-da, keyin pulli qilaman. Shu so'ramoqchidim. Ana shu narsani oldin aytaman. Bozorga peshka bo'lib kirdingizmi, butun umr peshka bo'lasiz. Bozorga figura bo'lib kirdingizmi, butun umr figura bo'lasiz. Bozor sizni peshkadan figuraga qabul qilmaydi, figuradan peshka bo'lsangiz mayli. Tushundingizmi? Demak, pullik narsani oldindan pulli deyiladi. Shuning uchun biz boshidan o'sha premium degan funksiyalarni HGTni kommunalniga o'tdik-ku, birdan 5000 so'mlikni chegirma asosida 2000 ga berdik subscriptionlarimiz. Bo'ldi. 5 ta etap bor ekan, startap yo'lga tushirib olguncha. Endi ikkinchi etapiga o'tgan bo'lsak, bu investitsiya tortishni boshlash. Uni qaysi etaplari bor va qachon o'zi aytdingiz-ku, hozir ichki kuxnyada birinchi tanishlardan pul tortgan. Bu etaplari qanaqangi va siz chiqqan etapga qanday chiqilinadi? Va agar siz o'sha etaplardan o'tgan bo'lsangiz ham ulussiz yaxshi bo'lardi. O'zi 3 ta F deydi-yu. Birinchi investor bu sizda oilangiz bo'ladi, oila a'zolaringiz, ikkinchisi do'stlaringiz, uchinchisi ahmoqlar deydi. Agar eshitgan bo'lsanglar. Yo'q, men просто hozir uchinchisiga tushib qolyapman. Yo'q, hali. Xullas, birinchi ko'pchilik keladida, mashinada kelayotgan bolalar borda, mashinasida keladi. Может, arendadir bilmayman. Startap uchun 10 ming so'raydi. Qanaqa qilib aytsam, shu mashinani sotib yubordim. Chunki menda ham qimmatbaho mashinalar bo'lgan, uylar bo'lgan, hammasini sotganman haqiqat uchun. Mana jamoam biladi, biz deyarli har oy bitta uy sotdik. 3 ta uyim bor edi, ya'ni uy sotamiz. Chunki uy sotish ham qiyin ekanda. Nima uchun har oy deganimiz oyligimiz uchun emas. Bir oy bitta uy sotsak 3 oyga yetadi. Uy sotish uchun qiynalib qoldikda, yarim oylab oyligini ola olmadi-da bolalar. Keyingi oyga ertaroq sotishga tayyorgarlik ko'rib turdim. Shuning uchun aytaman har oyligini. Lekin qo'limdagi narsalarni sotdim. To'g'ri. Siz hozir proyektga shunchalik ishonganmisiz? Hozir o'zi aytdingiz, proyektga uylanib olmagan degan narsani aytdingiz, lekin siz qilib turgan narsa o'shanga to'g'ri kelib qolmayaptimi? Endi qarang. Men bozorga pivot qilib, bozor xohlagan narsani bergandan keyin, ishonch hosil qilganingizdan keyin o'sha investitsiya qidirayotgan paytda birinchi o'zingdagi narsalarni investitsiya qil. Birdan ko'chaga o'zingdan boshla. O'zingdan boshla. Birdan ko'chadagi pul bilan qilish emas. Risk qilmoqchiman, mas'uliyat olmoqchiman odam, birinchi o'zidan boshlasin. O'zing ishlatib ko'rgan. Bizda boshqani puliga yengil qarash bor-da, bu og'ir pul bu. Bu mas'uliyatli pul. Mana yaqinda e'lon qilishdi, 1 million investitsiya qilgan aniq qilib. U pulni har bir senti, men uyim sotgan puldan bir kamida 100x qimmat turadi bu pul. Mas'uliyatda. 5 ta olasiz hozir. Xullas, keladigan yoshlar bor, do'stlar bor. Investitsiya qidirib kelishadi. Birinchi o'zini atrofidagi pullardan qarash kerak. Birinchi family deydi, kings friends deydi.
keyin уже sekin sekin boshqalarga o'tiladi. Xullas, mana shu joyda jiddiyroq qarashdan so'rayman. Demak, pivot qilgandan keyin bozorni topdi. Bozor topdi degani bu pul kelyapti degani. Faqat mana shu joyda juda ham xohlardim, ko'pchilik o'rgangan UI UX deymiz, ya'ni user interfeysi, foydalanuvchilar ko'rib turgan oyna va uni joylashuvlarini o'zgartirishda ehtiyot bo'lish kerak. Nimaga desangiz, ko'pchilik birdan upgrade qilib yuboradida, mijozlarini massiviy yo'qotishni boshlaydi. Hamma joyni upgrade qilib yuboradi, o'zgartirib tashlaydi demoqchisiz-da. Shu payti bo'ldi pul topamiz deb investitsiya olgan taqdirda ham shunaqangi o'zgartirish kerak, psixologik har bitta tochkani o'rganib, hech qaragan odam o'zgarmabdi-yu desam, lekin juda ko'p narsa o'zgarsa. Xuddi Mi brendida bilsangiz, bitta kornerini radiusini o'zgartirib qo'yishdi, 250 nechidir million dollar pul sarflashgan, u bu deb gap chiqdi-yu. Odamlarni bir narsaga o'rgatib olish bir azob. Unga keyin yangilik kiritib turib yo'qotish sekund. Soniyalar ichida yo'qotiladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Mana bizada HGTda juda ko'p yosh kattalashishadi-da, ranglar ko'p bolam deyishadi. Men o'zim lichna 100 kishidan oshiqroq odam bilan gaplashdim, ranglar ko'p. Hozir yangi versiyamizda esa ranglarni secondaryga oldik. Joylarni o'zgartirmadik. Bir ikkita o'zgartirishimiz kerak bo'lgan funksiyalar bor, lekin metrikalarimiz bor-da, barmoqlar tegayotgan. Majburman bozor uchun u funksiyani o'zgartirmaslikka. Shuni qoldirdim. Ya'ni mana shu keskin o'zgarishlarga ehtiyot bo'lish kerak. Investorlarga. Hop, keyin preset degan joyi bormidi? Keyin o'tib boradi. Investorlar tomoni tanishlar bo'ldi. Yo'q, senga ishonmaymiz. Oldin berganmiz, ishkar bo'lgan degan. O'zbekistonda hozir mana venture fondlar bor, keyin angel investorlarning klubi bor, investorlar bor, ya'ni tadbirkorlar, angellar deylik. Ularga borib loyihani taqdimot qilayotgan paytida bizani bozorga o'z butun dunyoga nima qiziq? Pul qiziq. Bu MRR deymiz. Monthly revenue, sizda oylik topayotgan daromadingiz qiziq. Loyihangiz daromadini ko'rsatib bilish kerak. Ko'rsatayotgan paytda ham uni faktlar bilan bankdan tushirib, mana naqd pulda topayotgan bo'lsangiz ham qaysidir narsani tezroq avtomatizatsiya qilib, u pulni kiritib, hammasini tasdiqdan o'tadigan liniya, ya'ni startap white ishlaydi-da, qanaqangidir chasti naqdda u yo'q. 100% qonuniy ishlash kerak. 100% bank orqali amaliyotlar bo'lishi shart. Chunki investor sizga pulni berib ketadi. U yoqdan faqat sizni ertaga 3 oyda, 1-6 oyda sizda hisobotlaringizni ko'rib turadi. Shuning uchun yolg'on, yana aytaman, yolg'on aralashmaslik kerak. Hamma narsa qog'ozda tushirilishi kerak. Demak, MRR da ko'rsatib bersin, ya'ni oylik daromadini, keyin jamoani ko'rsatib bersin. Ya'ni MRR ko'rsatish degani loyihani g'oyasini, loyiha qanaqa pul topayotganligini, qancha topayotganligini ko'rsatish bo'lsa, ikkinchisi bu loyihani orqasida kim turibdi? Jamoa muhim. Ko'pchilik investorlarga loyihangiz bir tiyin, jamoa muhim. Ertaga u pulni g'oyaga emas, ya'ni ishlab pul topayotgan g'oyaga emas, tizimga emas, sizga beradi. Hop, shu yerda mana bor, jamoa muhim. Muhim degani nima imini? Optimi, yoshimi? Nima tuziladi? Aytayotgan narsalaringizda masalan, malaka ham muhim, yosh ham muhim, lekin ulardan birinchi o'rinda turadigan narsa konsentratsiya muhim. Ya'ni o'sha startap qilayotgan jamoani butun fikri, xayoli, fokusi, diqqati, konsentratsiya deymiz, hamma narsasi mana shu g'oyadan muhim. Shu muhim. Ikkinchisi albatta tajriba. Yosh bo'lib ham tajriba bo'lishi mumkin. Uchinchisi yosh, ya'ni yoshni yo'qotib bo'lmaydi. Yosh boshda emas, nimadir degan anaqalarimiz yo'q. Yoshga ham muhim bog'liqlik bor, chunki oilali bo'lishi, o'zini bosa olganligi, bu juda ko'p muhim faktorlardan. Yoshga ham qarashadi. Keyingisi strategiyasi, qayerga qarab ketyapti, qaysi bozorga chiqmoqchi, yo mana shu kichkina ko'hnachida qolib ketadimi? Ko'p yana startaperlar bor. Bu blok, ya'ni red flagli startaplar hisoblanadi. Birinchi etapda pul ko'taradi, ikkinchi etapda pul ko'taradi yo'q, daromadi o'sha 100 mingdan oshib qoladi har oylik. Menga deydi boshqa investitsiya kerak emas deydi. Ya'ni o'smoqchi emas bo'lgan startaplar ular produktga aylanib, ular qolib ketadi yo'lda. Haqiqiy startaperlar 100 million plus qilish kerak-da. Ko'chaga chiqish kerak, boshqa davlatlarga chiqish kerak, o'sish kerak bo'lgan, hech qachon o'sishdan to'xtab qolmaslik kerak bo'ladi. Bu tomoni ham bor. Qarang, menda shu savol bor edi. Hozir birinchi etap, ikkinchi etap deyapsiz-ku. Shu birinchi etap, ikkinchi etapda qancha pul yig'ishligimni, kompaniyani qancha baholab turishligini o'zim hal qilsam bo'ladimi?
o'zi siz hal qilasiz. Qayerdan hal qilaman? Masalan, nomerlar bilmayman. Yangi startap boshlaganman. G'oyangiz bor. G'oyam bor. Startap boshladim, pivotga keldik. Lekin men hali qancha pul olib keladi, qancha taxminan pul kerak bilmayman, chunki kelajakni bilmayman. Mana qarang, g'oyangiz bor. Qancha pul yig'ishim kerak? Juda ham oddiy. Sizga qancha kerakdan boshlanadi. Faqat iltimos, ya'ni uy olish, boyagidek mashina olish qo'shmaysiz. Faqat g'oya uchun, mana early stage deymiz-ku, g'oya bor, prezentatsiyangiz bor, texnik qila oladigan odamingiz bor, siz bor. Jamoa uchun pul kerak. Jamoani sanaysiz-da, investorga borasiz. 20 ming kerakmi? Bunda o'zi venturni fondlar nima qilmaydi, to'g'rimi? Venture beradi. Lekin ularga eng muhimi oylik daromad muhim-ku. Oylik daromad muhim, lekin venturelar sizning g'oyangizga ham beradi. Nima uchun? Qanday aytib bo'ladi? O'zi zo'r-ku. Early stage deyiladi bu. Aha, ana. Early stage'da sizning jamoani shijoati, ishlagan joylari, jamoani o'ziga pul beriladi. Ya'ni sizning gapingizga ishonishadi. U yoqdagi pitch o'zingiz tutishingiz juda ham muhim. Ha, bozorda qanaqa tahlil qilgansiz, qayerga qarab ketmoqchisiz, qanaqa jamoa shakllantirmoqchisiz va qancha pul kerak va ularga qanchadan oylik bermoqchisiz, hammasini detalizatsiyasini ko'rsatasiz. O'sha haqiqiy sizda potensial borligini his qilsa, venture sizga early stage'da pul beradi. Bu paytda bir 10% ga ular kirishi mumkin, maksimum 10% ga va early stage'da g'oyani 200 mingdan tortib, ya'ni 100 mingdan deylik O'zbekiston sharoitida, 100 mingdan tortib 1 million dollargacha baholashingiz mumkin yoki 2 million dollargacha ham baholashingiz mumkin. Shu 10% nimi? Shu 10%ni. Yo'q. Loyiha 10 million baholab 10%. Mana siz taniysiz Murodxo'ja early stage'da mana shu taqdimot O'zbekistonda 10 shuniza g'oyasini o'ziga 10% ga oldi. Nima uchun Murodxo'ja? Qancha oldi? 200 ming oldi. Zo'r. Ha, zo'r. Nima uchun Murodxo'jaga o'sha investor berdi? Men kuzatib turdim. Birinchidan malakaliligini, salovatidan bilinib turibdi. Ikkinchidan u qila oladi. Qolgan loyihalarni ko'rib turibdi. Ya'ni shu payti investor qolgan narsalarni ko'rma, bitta savol berdi. Sen mana bu narsani integratsiya qila olasanmi dedi. Taq qo'yib berdi. Все dedi. Men dedi, sen pul tikaman dedi. O'tgan hafta imzolandi uniki. DD deydi, due diligence deyiladi. Ya'ni sizni va'dalaringizni tekshirib turib sizga pul beradigan jarayon o'sha tasdiqlandi. Early stage'da tushunarli. Early stage'da ya'ni g'oyangizga ham pul olsangiz bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, MVP bo'lish kerak. MVP bo'lish kerakligi sizni g'oyangizga ishonchni yana ham oshiradi. Keyingisi, g'oyangizga bo'lgan ishonchni oshirib beradi MVP. Agar uni bozorga sinab ko'rgan bo'lsangiz, undan ham ko'proq ishonch. Bozorga sinab ko'rib, ozgina pul tortib ko'rgan bo'lsangiz, undan ham ko'p ishonch. Tushundingizmi? Etaplari mana shundan boshlanib ketadi. Boshqa early stage'dan keyin u ikkinchi etapi pre-seed, seed ketaveradi. Pre-seed haqida ozgina gapirib bering. Masalan, pre-seed degani bu o'zi sizda qo'lingizda produkt tayyor. MVP deydi, ya'ni bozorga minimal talablarni bajaradigan loyihangiz tayyor va buni bir qaysi do'stlar atrofida yoki yaqinlarda o'sha sinab ko'rgansiz. Shu paytida pre-seed raundni bemalol ochsa bo'ladi. Pre-seed raundni, masalan, men ham pre-seedda ochdim. Lekin ko'rsatkichlarim seedda millionlik mana shunaqa. Nima uchun pre-seed ochdim? Chunki men va postimdagi global startup degan-ku men, endi hozirgi malakamdan kelib chiqib, men xalqaro bozorga chiqmoqchiman. Xalqaro bozorda pre-seed raundlarda 10 milliondan boshlashadi-da. O'zbekistonda endi salgina tsena politikamiz salgina pastroq, lekin pul ko'p. Bu endi nima uchun Qozog'iston O'zbekistonga bordi deb bilasizmi? Men kechaniki eshitgan ma'lumotim xato bo'lishi mumkin, lekin taxminiy shu raqamlar atrofida. 22-yil O'zbekistonda startaplar uchun investitsiya 1 million ajratilgan. 23-yilga kelib 3 million ajratilgan. 24ga kelib 19 millionmi shunaqa ekan. 25da 100 million ajratilgan. O'sish ko'rsatishini ko'ryapsizmi? Lekin startaperlar yo'q, founderlar yo'q. Bozorda asoschi fikrlaydigan founderlar yo'q, anaqa odam yetishmayapti. Nimaga aytsangiz, startapga borib pul tortib yeb qo'yadigan bolachalar bor. Tushundingizmi? Yoki boribdi-da o'zini g'oyasiga uylanib qo'ygan dedim-ku, ana o'zini g'oyasi zo'r deb o'ylab, yo'q, chiqib ko'chadan surishtirib ko'rish kerak-da. Mana shu narsa muammoying bormi? Shu bo'ldida, og'rig'ing bormi? Shu og'riqda knopkasini topgan qidirib yuradiganlar kam. Yoki kimnidir bitta Instagram yasab olib kelganlarni ko'rdik-da. Unaqa qilish kerak emas, bu o'lik g'oya-yu. Tug'ilmasdan turib o'ladigan g'oya-yu. Unaqa qilish kerak emas. G'oyani startap degan nimadir muammoni yechsin. Texnologik yechim bersin. Uni anaqa yo'lga qo'yilgandan keyin odamlar foydalangan paytida
bir 10 barobar maza qilsin avvalgi hayotidan. Sizni loyihangizdan foydalanib. Mana shunaqa narsa bo'lishi kerak. Xo'p, shu joygacha hammaga tushunarli bo'ldi, menga ham tushunarli bo'ldi. Deyli pre-seed, seedga keldim. Venture fond yoniga boryapman. Xo'p, borishdan oldin eng muhim tayinlashim kerak bo'ldi. Chunki menda bitta imkoniyat, qo'pol qilib aytganda, to'g'rimi? Kirdim, 3 minut, 5 minut vaqtim bor. Sotmadim bo'ldi. Shu bilan keyingi yana qaytib kirish sal qiyinroq. Tayyorgarlik ko'rishim kerak bo'lgan narsa va eng muhim narsa nima? Birinchisi g'oya muammolarga yechim berish kerak dedik-a. Qadriyatlaringiz bilan shakllangan g'oyani ko'rsatib beruvchi bitta slayd. Ikkinchisi nima muammo bor edi bozorda. Uchinchi slayd nima yechim berding? Go'shtli narsa bo'lsin faqat, xom xayol emasda. Men yechmoqchiman emas, yechaman yoki yechdim bo'lishi kerak. Uchinchisi mana shu yechgan muammosi bozorda o'zi qancha pul turadi? Qancha pullik muammoni yechyapti? Mana shu tumaningda qanchalik pul topa olasan? Viloyatingda qancha topa olasan? Respublikachada qancha topasan? Dunyoda qancha topasan? Ya'ni qanchalik muammo o'zi bu. Keyingisi o'sha muammoni qiymati masalan 1 milliard dollar bo'ladigan bo'lsa, shu 1 milliardlik muammoni yechimini necha foizini yechmoqchisan? Ya'ni kusok bo'ladi-ku. Pitsa bo'lsa, qaysi bo'lagini olmoqchisan? Masalan, menda bilmadim, meni anaqa qadriyatim, ishonganim, jamoamga ishonganligim, loyihamga ishongancha 51% bozorda egallamoqchiman dedim. Kusokim katta juda ham. Kimdirlar 5% bu deydi. Lekin shunga harakat. O'sha narsani ko'rsatib berish kerak. Men masalan bozorda mana shuncha pul edi, men mana shu kusogini olmoqchiman. O'sha kusokni olmoqchi bo'lsangiz, raqobatchilar kim? Qanaqa tahlil qilgan san'atda sizlar raqobatchilar? Raqobatchilardan plyusing nimada? Nima uchun seni ishlatish kerak? Nima uchun Paynet, Click Payme'lar turibdi? Nima uchun xagatini ishlatishim kerak degan savolga javob bormi? Undan keyin bu narsalarni kim bilan qilmoqchisan? Jamoa haqida. Jamoangda ishlayotgan odamlar o'zi kimlar u? Kecha tuxumdan chiqqan odam bo'lmaydi, to'g'rimi? Kuchli odamlarni yig'ish kerak. Kechirasiz, founder kuchli odamlarni yig'ish uchun ularni ham ishontirgan bo'lish kerak. Ularga ulush bergan bo'lish kerak bo'ladi. Aqlli ulush bergan bo'lish kerak bo'ladi. Ularni g'oyasiga ishontirgan bo'lish kerak bo'ladi. Ular bitta joyda bir 5-6 ming dollar oylik topayotgan odamlarni bu yoqqa tekinga, tushundingizmi? Kam miqdordagi pulga ishontirib olib kelgan bo'lish kerak. Demak, jamoa. Undan keyin esa unga qancha pul kerak? Qancha baholayapsan? Qancha pul kerak? Keyingisi bor. U pulni nimaga ishlatasan? Tushundingizmi? Ana shu narsalarga e'tibor bersan va bularni barchasi 3 minutdan oshmasin, bo'ldi. Qadriyat. Nima muammo bor edi? Nima yechim beryapti? Va bozor qancha edi? O'shani qanchasini olmoqchi? Maqsadi raqobatchilardan nima ustunligi bor va jamoasi. O'sha ustunligini hammasini ta'minlab beradigan eng tagida fundament bu jamoa. Xo'p. Undan keyin esa unga qancha pul kerak? Va nimaga sarflaydi? Keyingisi pulni aytishga aytiladi, keyin u pulni detalizatsiyasi kerak. Nimaga ishlatasan? Ana shu joyga chiqmaslik kerak-da. Qaysidir joyda 10 ming dollar reklama yoqaman deb qo'yib 11 mingga yoqaverish yoki 9 mingga ekonom qilish it's okay. Lekin 10 mingga reklama yoqaman deb 5 mingini iPhone telefon olib bu noto'g'ri-da. Mana shu joylarga ehtiyot. Bu investorga exitni ham ko'rsatish kerakmi? Endi qarang, birinchi bosqichda shu siz sarflayotgan pul sarflangandan keyin maqsadingiz bor-ku, kengayish, qaysidir kusokka yetishingiz, to'g'rimi? O'sha bosqichga o'tgan paytingizda baholanganingizda, demak siz karrasiga oshasiz-ku. Aytgansiz, men 3 barobar oshmoqchiman yoki MRR'imni 1000 dollardan 10 mingga ko'tarmoqchiman, demak 10 barobar. Demak, shu joyda investor tushunadi puli qanchaga ko'payishini. Investor ungacha уже dividend oladi. Plus investor sarflagan puli ichkariga kirib bu rivojlanishi, hammasi okey. Keyingi etaplarda ya'ni siz уже ko'ndirganingizdan hujjatli joy boshlanadi. Hujjat ya'ni bu aytdik-ku, due diligence, ya'ni DD qilishadi. DDda sizda savolnomalar bo'ladi. Kimsiz? Rostdan o'sha jamoa bormi? Rostdan shu pul topasizmi? Rostdan muammolarni yechganmisiz? Qanaqa qilib? Qanaqa shartnomalaringiz bor? Rasmiy ro'yxatdan o'tganmisiz? Rostdan kompaniyani uchraytilmisiz? Rostdan jamoangizga bo'lak berganmisiz? Hammasini taqdim qilasiz. Taqdim qilishdan oldin ikkala tomon o'rtasida sirlarni saqlash deymiz, NDA tuzib olib ma'lumotlarni beringlar. Birdan hamma narsa ochib berish kerak emas.
eshitib ketaversa ertaga shubha bo'laveradi. Shuning uchun NDA qilib keyin DD qilinadi. DDdan keyin siz aytayotgan etap boshlanadi, ya'ni rivojlanadi. Exit haqida aytishmi? Exit qilmoqchiman degan odamlar bor. Exit o'sha qaysi raundga kelib exit qilmoqchiman deb aytish ham mumkin. Lekin founderga bu narsani aytish tavsiya etilmaydi. Ikkinchi etapdan chiqib ketaman deb ogohlantirish yaxshi, lekin ularga hech kim pul bermaydi-da. G'oyani asoschisi ketib qolsa qanaqa qiladi? Shunaqa gaplar. Xo'p, kirib turganimda hozir O'zbekistonda hech bo'lmasa 10 dan oshiq fondlar bor. Va ular umuman investitsiya qilmaydigan sohalar ham bormi? Shuncha narsani qildimda, lekin ular investitsiya qilmaydigan sohani tanlab qo'ydimda, kirib boryapman yoniga. Bor. Venturalarimizda bitta qo'rquv bor, GovTech deydi uni. Hukumat bilan birga qilingan startaplarga pul berishmaydi. Lekin men mana shu stereotipni buzmoqchiman. Qo'pol qilayotganda salgina bo'lsa ham buzdim. Men hukumat bilan ishlashda ishonch borligini ishlash yo'li mana missiyalarimdan biri. Hukumat bilan ishlasa bo'ladi. Mana yana aytaman, ko'pchilik birinchi savol beradi-da, qaysi minister yoki kim anaqa juda qo'llab turibdi, xudoga shukr. Prezidentimiz konkret chiziqlarni chizib berishgan. Yaxshi harakat qilinsa, da 1-2 urinishda o'xshamasligi mumkin, lekin o'xshaydi. Harakat qilish kerak bo'ldi. Shu hukumat bilan aloqasi bo'lgan loyihalarga berishmaydi. Asosan shu, hozircha shu. Keyin yana bitta narsa bor, bu betting, qonunchilikda to'g'ri kelmaydigan startaplarga ham pul berishmaydi. Mana startap qilmoqchi bo'lgan insonga ancha yetarli ma'lumotlar bo'ldi. Keyin investorlar haqida ozgina gaplashaylik. Bu yerda o'z investorlarga ham kerakli ma'lumotlar bo'lgan, nimalarga e'tibor berishlik. Endi kimdir startap boshladi, ish o'xshamadi. Siz ham masalan hozir higitagacha menimcha nechta startap qilgansiz, nechtasi o'xshamagan. Fail bo'lganlari bormi? Fail bo'lganlarni 3-4ta aniq sabablarini keltira olasizmi? Masalan, bitta iVot degan loyihamiz bor. iVot. Zaryadniy stansiyalarning hammasini yedinitda marketplace. Loyihamiz texnologik zo'r yechim. Muammo ham bor edi, chunki kelasiz bitta Tokbor bor, Spectre, Balobattar, har biriga application sketchat qilib o'tirishingiz kerak, qiyin-da. Biz hammasini bir joyga yig'ganmiz. O'sha ilovamizni fail bo'ldi. Ya'ni hozir ishlab turibdi, lekin o'sha bizada fail zonasida. Nima uchun fail bo'ldi? Founder yo'q. Ya'ni unda biz outsourcing komanda bo'lib produkt chiqarganmizda. Startapni founderi uni doim yonida ushlab, yelkadoshi bo'lmasa, o'ladi. Ya'ni loyihani founderi bo'lmaganligi uchun o'ldi loyiha. Yana bitta loyihamiz bor. Messenger loyihamiz. U loyihamiz tug'ilmasdan o'ldi. Chunki xuddi shunaqa Instagram qilmoqchi bo'lgan bolalar keladi dedim-ku, xuddi shunaqa havolanib ketganmiz-da. Masalan, Telegramni kayfini biz bera olmasdik-da. Lekin unga bir ikkita know-how narsalar qo'shdik. Lekin juda katta byudjet ketar ekan. Shu noto'g'ri baholaganmiz. Ya'ni o'sha MVP chiqargan paytimizda plus bilan chiqarishimiz kerak-da, o'sha qo'shimchalar bilan. Ayrim startaplar bu early stage'da ham juda katta pul kerak bo'ladi va unga bozor tayyormi yo'qmi? Tahlilimiz noto'g'ri bo'lgan, fail bo'lgan. Faillarim juda ko'p. Bilmadim, 50 tadan ko'pdir, 100 tadan ko'pdir. Har biridagi sababini bilaman. Hammasi unaqaga har xil sabablar. Chunki oldin eng ko'p bo'lgan bir-biriga o'xshagan sabab qaysilar bo'lishi mumkin? Founder. Founder bo'lmagan, founder yetishmagan. Shuning uchun biz outsourcing kompaniyalarimizni yopib, u yoqdagi founderlarimizni tera oldik-da, ularni startup studiyada har biriga startup qildirib yubordik. Endi shu ikkinchi etapga, investorlar etapiga o'tadigan bo'lsak, chunki siz ham investor qilgansiz, bu tomonni ham, u tomonni ham ko'rgansiz. Va hozir endi ham gaplashdik, endi investorlar kech qilyapti, ya'ni startup qilyapman, pul bergan deb. Lekin hozir bizning investorlarda ko'pida shu narsa bor, men hozir bunga bu bolaga pul bersam, mashina oladi, uy oladi, o'ziga ishlatib yuboradi degan tushuncha bor. Lekin ba'zilar berib qo'yadi, bersa ham xuddi bo'lib bundan qaytib kelmaydi, shu oldi beriladi, kelishuvda bilinmaydi. Xo'p, investor uchun startapchi bola keldi. Venture fondlar emas, oddiy shaxs biznesmen uchun nimalarga e'tibor berishlik kerak? U olib kelganda g'oyani hamma ham chiroyli sotib qo'ysa kerak. Hozir tepada venture fond kirganda tushuntirgan narsalarni aytildi, lekin oddiy o'zbek biznesmeniga kelganda unchalik tushuntirishga e'tibor olmaydi, unchalik tushunmasligi mumkin.
Nima deysiz, nimalarga e'tibor berishlik kerak investor startapga investitsiya qilib turganda? Ho'p, hozir aytayotgan narsalarimni oldin bitta narsa aytaman. Bizlarning tadbirkorlarimizda startaplarga yoki IT loyihalariga pul berish bo'yicha hali madaniyat to'liq shakllangani yo'q. Chunki qo'rquv bor. U qo'rquvni borligi tabiiy, chunki o'tish davridamiz. Hali yoshmiz, endi kirib keldik va bu yaxshi. Lekin shunga qaramay tendensiyadan qolib ketmaslikka harakat qiladigan intuitivniy tadbirkorlarimiz bor. An'anaviy tadbirkorlar ichida intuitsiyasi kelajakni ko'ra oladigan tadbirkorlar bor. Va ular shu investitsiya qilayotgan paytda nimaga urg'u qaratish kerak deyilsa, jamoaga urg'u qaratishni birinchisi. Jamoa. Demak, startaplar uchun boya bozor g'oyasi edi-ku, bu yoqda esa jamoa. Chunki pulni jamoaga beradi. Jamoa halol bo'lishi juda urg'u qaratish kerak. Endi yoshlar bilan ishlaymiz, chunki yosh davlatimiz, chidaymiz. Hozir boya aytganimdek, o'rtacha startaplar yosh-ku. Shuning uchun men iltimos qilardim. Pul berayotgan paytda ishonch bilan birgalikda tarbiyalashni. Tarbiyalash bu hujjat bilan. Ya'ni unga xo'jayin bo'lib olishni aytmayapsiz. Yo'q. Shu boshidagi kelishuvni hujjatli bo'lishini. Tushuntiradimi? Bo'lib, ukajonim, men bu narsaga qancha ishlataman deding, shuncha. Ha, ishlatmaydi. Hamma narsani yozdirib, va'dangda turgan, xo'p deb o'sha hujjatlarida bir tarbiyalashga ham yordam bera olishsin. Chunki salgina no'noqroq hujjat qilish bo'yicha salgina kelishmovchiliklar bo'lib qoladida. Hozir juda ko'p startaplar o'rtasida mana shu joyga pulni jamoaga berishadi. Jamoada potensialni imkon qadar tekshirish kerak. Jamoada har bitta detalda gapirayotgan gapida yolg'on bo'lmasin, bo'ldi. Mana shu joyga tekshiruv bo'ladi. Undan keyin baribir tadbirkor pul topgan-ku, u oson emas-da, u ancha bosqichlardan o'tib kelgan odam. U odam biladi-yu, money bor, smart money bor-da. Pul beribdi, masalan, 10 ming, 20 ming, 50 ming pul tikibdi. Endi g'oyasini tekshirib, o'sha bolam yoki ukam, men bu tomonini qilsang zo'r bo'ladi deb o'zini malakasini ham bersin. Va bu malaka qimmat turadi. Mana shu joyini ham bersin. Mana shundagina tandem paydo bo'ladi investor va startapper o'rtasida. Startapperni harakatida boshda tura olish juda ham xato. Chunki erkin bo'lmasa, u nima deydi, och bo'ladi-da, u ketaverish kerak-da. Uni chapga burilib, o'ngga burilib qolsa, u investor emas, outsourcing komandada ishlatib qo'yish mumkin. Shuning uchun mana shu hujjatda aralashmaslik deyiladi. Bu xalqaro hujjat jihatdan aytaman. HGT xalqaro tekshiruvlik joydan ham o'tgan. Bundan avval katta unicorn bilan ishlaganmiz. Shundagi malakadan kelib chiqaytaman. Refer degan narsalar bor. Ya'ni qaysi xodimlarni olishgacha aralashuvi degan joyi bor. Yoki pulni qancha qiymatdan oshig'igacha ishlatish mumkin. Anaqa. Masalan, sizga investitsiya berdi 10 ming, birdan 2 mingni ishlatmoqchi. Risku 20% oshadi. Demak, startapper bir marta ogohlantirib qo'yadi. Lekin startapper nima uchun ogohlantiradi? Chunki u va'dasida $100 ishlataman deganda u. Tushundingizmi? Lekin o'sha joyda 2 mingdan birdan 2 ming ishlatsa yoki 20% ishlataman desa, so'ragin deyiladi. Yoki CTO falokat bo'lib qoldi yoki boshqa CTO topildi. Demak, C-level deyiladi. Yuqori darajadagi qaror qabul qiluvchilar almashayotgan paytda investorni ogohlantirish. Tushundingizmi? Mana shunaqa reserve matters deydi, mana shunaqa narsalar bor. Shularni kelisha olish. Buni mana shu narsalarni talab qilish. Davay, menga ertaga seni yoningdagi mana bu texnik direktor almashib ketsa nima bo'ladi? Kimnidir olmoqchi bo'lsang kim bo'ladi? Sen ketib qolsang nima bo'ladi? deydigan savollarni berish. O'sha joyini kelisha olishni investor talab qilish kerak bo'ladi. Bu ham bir muvaffaqiyat kaliti. Baholashda qanaqangi bo'ladi? Kelyapti. Nima qanday baho? Bizda endi bilasiz, investorlar pul berdi, 50 yil deydi hammasi. Bu yo'q startapning boshqacha umuman 10% bu bo'lsa tushunmaydi. Baholashni qanday baholaymiz? Bunda baribir hech kim aralashmagan, kompaniya baholanmagan. Nima deysiz, qanday baholaylik? Keling, mana g'oya etapida men o'ylayman, bizning tadbirkorlarimiz hali hech kim pul bermasa kerak deb o'ylayman. Qiyin. Va o'zini farzandi bo'lsa, mojid bo'lsa, boyankida g'oya etapida beradiganlar bor-ku. Siz boya aytganingizdek, ana pulni beradi, ertaga qaytmaydigan deb beradigan. Yo'q. Ishonch bilan pul berilishi kerak-da. Birinchi anaqa fitratida ham shunaqa narsa bor. Shuning uchun pul olib kelib turadigan startap deb qaraylik yoki pul olib kelishga yaqin qolgan startap deb qaraydigan bo'lsak, qo'lida hamma narsasi bor, bozorga chiqishga tayyor. Bunaqa startapperlarni baholayotgan paytida
50 dedimi уже bo'ldi bu startapni umrini kesdi degani. Chunki ko'chadan ikkinchi odam ko'rsa 50 bitta odam 50 bu уже bo'ldida, xunuk kartinada. Shuning uchun iltimos qilardim 10% dan ziyodaga kirishmasin. Hattoki 15% ham emas. 10% dan ortig'iga kirishmasin, chunki bu bozorga kirib venturlarni, keyingi bunga ishonadigan odamlarni olib kelsa, bu odamni puli yana karrasiga oshadi. Hozir 50 ga kirsa, masalan, loyiha 500 ming baholadi, 250 ming berdi, 50% ga kira oldi. Bu loyiha mana shu yerda to'xtadi. Agarda men shu joyda mayli shuni 2 million baholayman-da, lekin o'sha 250 ming berdim. 250 minglik qismiga kirdim, kamroq qismiga yoki 200 minglikka kirdim. Xayolan qanaqangidir qimmat baholab qo'ygandirman, lekin bu loyiha o'sgan sari, masalan 10 barobar oshsa, demak 200 ming pulim 2 million bo'ladi. 250 ming bo'lib qolib ketish qayoqda-yu, 2 million bo'lish qayoqda, ya'ni 10 karra oshish. Shuning uchun mindset, ya'ni venture mindset degan narsa bor, startup mindset bor. Shuning uchun venture zehniyatimi degan kitob bor. Investorlarga shu kitobni o'qishni iltimos qilaman. Mana shu narsani mana shu joyga juda ehtiyotkorlik bo'lish kerak. Kamroq olishga harakat qilish kerak. Bu kamroq pul berish degani emas. Xo'p, endi bilasiz, har bitta investor qilishdan maqsadi pul topish. Bir yoki ikki bo'lishi mumkin. Ba'zilar loyihaga ishonib o'ssin deydi, lekin 90% baribir pul topish bo'ladi. Bu startapga investor qilganimizda oddiy o'zbek investor haqida gapiryapman. Qanday qilib pul topish reja qilsa bo'ladi? Necha yilda plan qilib qo'yishlik kerak? Exit qiladimi? Qanday qilib pul topadi bundan? Investor o'zi. Startaperlarda investitsiya qilingandan keyin investorlar tomonidan pul qaytishi kim bilan 1 oy yoki 1 yil kutishi mumkin. Startapda o'zi aslida standarti 5 yil kutiladi. Venturelarga pul tiksangiz, ya'ni investitsiya kiritsangiz, venture fondlar ham pul oladi-da, ular уже 7 yil hisoblanadi. 7-10 yil hisoblanadi. Nimani kutasiz 5 yil plus qaytishinimi? Exit chiqib ketishingizda, karralab chiqib ketishingizda shunaqa. Lekin istalgan startap 3-yildan sizga mevasini berib boradi. Bu aniq traditsion biznes emas, bugun 10 ming berib, keyingi oyda уже 15%, 10% emas. 1 yildan ham anaqa. 3 yillik sabr bilan kirish kerak. Startapda ham foiz bo'lgan foizlarni berib turish bormi, yo'qmi? Dividend berish bor. Bormi? Nechinchi yildan boshlanadi ular? Kirganingizda. Foyda kirgandan keyin boshlanadi. Ya'ni yilda oxiri men 10% kirdim. Qaysidir startapga yilda oxirida dividendim, ya'ni foydamni olib turaman. Keyin shu exit bo'lgan payti qanchaga chiqqan bo'lsa, o'shani exit qilib ichga to'raman. Mana shu joyda bitta narsani aniqlashtirib, tiniqlashtirib ketmoqchiman. Investor va startaperlarga. Hurmatli startaperlar. Apex breakdown, break even degan narsalar bor. Ya'ni sizning nolga chiqishingiz bor. Shu paytgacha sarflagan pulingizni nolga olib kelish bor. Shundan keyin dividend hisoblanadi. Mana shu joylarini hisobini olish kerak. Startapga pul kiritdi kimdir, keyingi oydan plusga chiqib ketdi. Bu degani yil oxirida o'shani sanab yurib, foizimni 10% olib ketaman dividenddan emas. Avvalgi tarixda nolga olib kela olib keyin dividend hisoblanadi. O'sha investitsiya qilingan ham общий kapitalni qaytarib olishda fondlar, ya'ni qancha pul sarflagan bo'lsa, undan keyingisi dividend hisoblanadi. Endi qana ikki tomondan savol beraman-da. Nima deb o'ylaysiz, hozirgi kunda o'zimizni investorlar qanchalik tayyor startaplarga investitsiya qilgani? Kitob o'qish kerak dedim, shuncha. Qiyin. Endi hozirgi startaplar qanchalik tayyor kelgan pulni to'g'ri taqsimlagan? O'tish davrini hisobga olib aytaman. Shuning uchun boya aytdim-ku, kimdir pul berayotgan payti hujjatlariga sal mustahkam qilib berishsin dedim. Что bu ham tarbiyada, bu ham odamning oynasi. O'sha hujjat tufayli bu odam to'g'ri ishlab ketadi va natijada muvaffaqiyatli juftlik, ya'ni tandem zo'r bo'ladi. Agar hujjat qilmasa, sal xato qilib ketib fail bo'lib qolsa, bu ertaga ikki kishi o'rtasida qanaqadir dilxiralik olib kelishi mumkin. Shu sababdan ikkala tomonni aytsak, investorlarimiz, an'anaviy tadbirkorlarimiz ozgina mana shu venture mindset kitobini o'qib, nimaligini bitta bila olsalar, an'anaviy topib turgan daromadlaridan bilmadim, bir 10 karra ko'proq, 5 karra ko'proq, kamida bir 2 karra ko'proq daromad topa olish imkoniyatiga egalar. Bu ham yangi zamonaviy biznesning bir turi, investitsiya va butun dunyo mana shu nuqtalarda
biz ham boramiz. Shuning uchun bu ular uchun ham muhim. Chunki qolib ketmaslik kerak tadbirkor. Founderlarimiz, ya'ni asoschilarimiz esa loyihasida mana shu berilgan pulni ishlatish bo'yicha teran fikrlash kerak. Qiyshab ketmaslik kerak, og'ib ketmaslik kerak. Aytildimi va'da, o'sha chiqadigan zonasi bo'ladi, 5%, 10% mana shunaqa u yog'iga chiqmasin. Pulni imkon qadar loyihaga tiqsin, chunki bir kun kelib exitlari, dividendlari bu melish summadan qarasa ko'p bo'ladi. U vaqtgacha yetib olishim kerak-ku, vaqtgacha pul kerak menga. Xo'p, lekin yetib olishingiz kerak. Mashinasiz yetib olsangiz, telefonsiz yetib olsangiz bo'ladi-yu. Men aytaman, va'dangizdan chiqib ketmang dedim. Va'dada siz shu loyihaga tikaman deb oldingizmi? Shunaqa oling. Chunki pul indeksatsiyasi bor. Pul keldimi, pulni peshonasida yozilgan bo'ladi. Bu pul mana bu yoqqa ketadi, bu pul mana bu yoqqa ketadi. U pulni boshqa joyga ulantirib qo'ysangiz yoki turmushga chiqarib qo'ysangiz quladi. Ungacha ya'ni founder oylik yashaydi, oylikchi bo'lib oylik yashaydi, to'g'rimi? O'zi oylik chiqarib oladimi? Ha, oylik chiqaradi. Endi men masalan 2000 oylikka yashadim men. Iyul oyidan oyligim birdan bir 40 barobar ko'proq mashtaqaroq bo'lib ketdi. Ya'ni ko'proq barobar bo'lib ketdi. Alisher aka, shu mavzuni hozir bitta savol bilan yopaman, keyin boshqa mavzuga o'taylik. Men siz bilganim uchun aytaman, siz o'z boshqa narsalarga investitsiya qilgansiz. O'zi jamoangiz bo'lgan, IT jamoangiz bo'lgan va ona startap. Investor bo'lib, hozir kunda qaysi yo'nalishga investitsiya qilganim yaxshiroq, o'zim biznes boshlaganimmi yoki aksiyalarga investitsiya qilgansiz, aksiyaga investitsiya qilganimmi? Ya'ni moliyaviy bozorga deylik, yoki startaplargami? Qaysi biri nima deydi, hozir kunda nima tavsiya qilasiz? Bu bo'yicha menda anaqa yakuniy nuqta qo'yilgan fikr bor. Ha. Barchasiga diversifikatsiya bo'yicha hammasini parallel olib ketish kerak, chunki biz bilmaymiz. Shu bu nuqta qo'yilgan fikr. Bu meni o'zim uchun. Lekin 1-2-3 tur sanab berganingiz hozir qaysi bilan sanagan bo'lardingiz? Keling mana 100% pul deylik. 100% puldan 10% albatta aksiyalarga pul tikish kerak. Albatta, bu umuman gap so'z yo'q, chunki masalan men hozir bu tavsiya emas, o'zim qaror, kosmik turizm, kelajak texnologiya, biotexnologiyalarga qaratganman o'z tomondan. Keyingisi menda o'zi IT bor. Shu borda, ITda ham startap desak, startapda meditsina yo'nalishidagi startaplarga pul tikkan ma'qulroq deb o'ylayman, chunki ekologiya o'zgaryapti, turli xil kasalliklar, biologik urushlar yoki odamlardagi qurg'oqchilik oqibatidagi yangi turdagi kasalliklarning paydo bo'lishi yoki yana bitta katta sabab bor. Dunyoning 95% puli 5% odamlarda degan tushuncha bor-ku. 5% odamlarimiz yoshi bir 80-90 dan o'tib ketdi-da. Ular nima qiladi? Ko'proq yashash xohlaydi. To'g'ri ovqatlanish, to'g'ri yashash. Ya'ni yana o'sha gap meditsinalik. Bizga topshiringlar, bo'ldi endi sizlar yashab o'tirgan-ku, biz ham chiqaylik. Lekin anaqa strashniy pullar meditsina loyihalariga pul tikilmoqda. Shuning uchun meditsina startaplariga pul tikishni tavsiya beraman. Albatta zaxira bo'lishi shart. Ya'ni 3 ga bo'lgan taqdirda masalan 100, bir 40%, 50%larini o'zlari ishongan o'sha bizneslariga tikursin. Bir masalan 10-50% o'zlari ishongan deylik, 10% aksiya desak 60% ketdimi, 40% dan 20% zaxira, 20% anaqa startap. Ya'ni qisqacha qilib aytganda, o'zimizga startap degan portfolio ochishimiz kerak. Vaqti keldi. Kichkina bo'lsa ham. Aka, endi siz IT ishini ham qilgansiz. Men bu yoqda ko'p biznesmenlar kuzatishadi. Ularda og'riqli nuqtalar bor IT bo'yicha va ko'pchilik bilan gaplashganimda IT bo'lim ochaman yoki IT ishim ketib qoldi degan narsalar. Siz IT kompaniyasi boshqargan inson sifatida biznesmenlarga nima tavsiya berasiz? Proyekt boshlamoqchimiz. In-house'mi yoki outsource'mi? Ya'ni hamma IT komandani o'zim olib kelib komanda qilaymi? Baribir hozir ITga nima qilmoqchi bo'lsa ITga bog'langan bo'lyapti. Boshqa iloji yo'q. Biz ishimizda ham nima qilmoqchi bo'lsak, baribir platforma chiqarishimiz kerak, application chiqarishimiz kerak va hokazo va hokazo. Yoki outsource ishlagan yaxshiroqmi? Qaysi biri yaxshi? Xo'p. Juda ham jiddiyroq qarashlarni so'rayman men shu gapimga. 1% holatda, ya'ni 99 + 1 1 + 99 deydigan tushuncha bor. Hop. Qiymati
ko'rinishi 1%, qaror qabul qilishi 99% effektiv bo'ladi degan gap. Agarda sizni korxonangizda ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha qiymat bo'lsa, unda in-house bo'lgan yaxshi. Lekin bu 99% holatda yo'q. Korxonalarda yo'q bu narsa. Demak, u korxonani outsourcing qildirsin. Ya'ni outsourcing, ya'ni in-house qilib, dasturchini ushlab o'tirish yo'q, unaqa juda qiyin, oxiri fail. Doim outsourcing beriladi. In-house ushlamoqchi bo'lganlar o'zi 1% gina, ular ham bo'lsa ma'lumotlarni xavfsizligi bo'yicha. Ya'ni shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha, moliyaviy xavfsizlik bo'yicha, ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha. Shu narsalarni sanab chiqish kerak-da, hisobini olib, risklarni ko'rib, keyin in-house qildirsa bo'ladi. O'sha 99% ga yetsa, keyin 1% qilinadi. 1+99 degani 1% gina odamga kerak bu narsa, 99% ga outsourcing kerak. Outsourcing juda ham muhim. Nima uchun bizda in-house qilishyapti? Chunki ana 99% outsourcingchida sabab, ya'ni biz sabab in-house qilishga majbur bo'lishadi. Nimaga sababchi bo'lyapsizlar? Nimaga sababchi bo'lamiz? Yo'lda bitta bu podkastga kelishdan oldin bitta post yozdim kanalimda. Iltimos dedim. Outsourcingni raso o'qib bo'ldik. Ishonch ketdi-da. Ko'pchilikniki emas. Outsourcingga loyiha berishadi, 50% pulni oladi-da, u pul boshqa loyihadagi muammoni yopadi. Do'p bo'lib qoladi. Pul kirdimi? Pulni yana aytaman, peshonasiga yoziladi. Bu pul Muslihiddin akadan kelgan. Bu pul Anas akadan kelgan. Demak, ularning loyihasi uchun sarflanishi kerak. Bir loyihani tugatmay, keyingi loyiha o'tib ketadi muddat. O'tib ketgan muddatni qoplash keyingi loyihadan bo'lib qolganda ko'pchilikda bu birinchi xato. Keyingisi juda ham anaqa mijoz so'raydi A'ni, ko'pchilik A+B ni berishga harakat qiladi. Bu yaxshi, lekin mijozga birinchi tayyorroq bo'lgan mahsulotlarni berish kerak. Tayyor ERP'lar, tayyor CRM'lar noldan qilish shart emas. Tayyor veb-saytlar bor. Tezroq uni qondirish kerak. Qondirgandan keyin rivojlantirmoqchiman, keyingi etapga o'tiladi. Yana bu bitta muammo. Keyingi muammo O'zbekistonda loyihani ishlab chiqish 100 so'm bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlash 1 so'm. O'zi aslida butun dunyoda 1 so'm ishlab chiqish 100 so'm qo'llab-quvvatlash bo'ladi-da, teskariroq. Ya'ni 100 barobar ko'p emas, lekin qimmatroq bo'ladi. Bizda juda ham arzon qo'llab-quvvatlash. Ko'p ish qachon boshlanadi? Ish tugagandan keyin boshlanadi. Mana shu joyda juda katta xatolik bor. Shuning uchun mijozga to'g'ri tushuntirish kerak bo'ladi. Mana bu narsani tugatamiz, bundan keyin mana bunaqa ish boshlanadi va uni support puli mana bunaqa. Ya'ni texnik qo'llab-quvvatlash puli bunaqa. Ko'pchilik anaqa tadbirkorlar bu narsani qo'llab-quvvatlamaydi va in-house ga olishadi. Shuning uchun men juda ko'p tadbirkorlarga shuni iltimos qilamanki, in-house razraботchik, ya'ni dasturchilar komanda qilish emas, aynan dasturchilar, ya'ni ichkaridagi korxonasidagi yoki tadbirkorlik faoliyatidagi muammoni dasturchilarga o'g'irib berib, to'g'ri ishlatadigan o'rtada menejer olish kerak. Ya'ni loyiha boshqaruvchisi deymiz, PMlar, project managerlar olish tavsiya etiladi. U IT-shnik bo'lish shartmi? Yo'q, IT-shnik bo'lish shart emas, lekin IT-dan xabari bor va sizni o'sha muammoingizni yopib beradigan bitta odam olish kerak. Va u bir nechta IT kompaniyalarini solishtirib, va'dalarini olib, pul mexanizmlari bor-ku, ishlatadigan pullari doimiy nazoratda bo'lib, loyihasini tugatib olishga javobgar bo'lish kerak. Shunaqa in-house'da ko'p pul sarflanadi, ko'p energiya ham sarflanadi. Bundan tashqari biz ham shu xatoni qilib ko'rdik, in-house qilmoqchi bo'ldik. Tugamas ekanda bir yangi proyekt qilmoqchi bo'lsangiz, uni back-endi bor ekan, fronti bor ekan, undan tashqari telefonga chiqmoqchi bo'lsa alohida ko'payib ketyapti. O'shancha aytganingizdek PM yechim menimcha eng yaxshi hozirgi biznesmenlarga yaxshi yechim bo'lgan bo'lsa kerak. Endi bu tomondan qaragan bo'lsa, hozir IT-shnik bo'laman degan startup birinchi bo'lsa, web IT nima IT-shnik bo'laman deganlar ko'p. Yoshlarga hozir har xil yo'nalish bor ekan-ku. Siz hammasini ko'rgan inson bo'lgan holda qaysi birini tavsiya qilasiz? IT-shnik bo'lmoqchi, back-endchi bo'lsinmi, PM bo'lsinmi, qaysi bir yo'nalish tanlasa foydaliroq deylik, chunki bilmaymiz qaysi biri unga yaxshiligini, to'g'ri? Har bitta odamning o'ziga taqdiri bor. Qaysi biri foydaliroq bo'lishi mumkin? Qarang, meni ham kichkinagina maktabim bor-da. Kompaniyamiz ichida bitta maktab paydo bo'lgan, ya'ni ketma-ketlik. Bir odam keldi. U odam dizayner bo'lmoqchi yoki front-end dasturchi yoki back-end dasturchi. Biz uni birinchi
front-end bo'ladigan bo'lsa ham, back-end bo'ladigan bo'lsa ham, masalalar yechishga, muammolarni hal qilish bo'yicha programming solving deydi, masalalar bor. O'shanga kontestlarga tiqib ko'ramiz. Har xil masalalar yechtirib ko'ramiz, boshqa narsa qilib ko'ramiz. Uni o'sha yerda o'zida anaqa iqtidori aniq bo'ladi. Frontchi yoki backendchi bo'lishada. Keyin keladigan narsa bu. Kimdir menejer bo'lmoqchi, birdaniga loyihani boshqaruvchi bermaymiz, dizaynga tiqamiz, chunki u tasavvur qilish kerak. O loyihani qurish bo'yicha tushunchalarga ega bo'lish uchun dizayndan UX deymiz-ku, user experience'larni o'rganib, keyin PM'likka olib boramiz. Yoki universalniy odam bo'lmoqchiman, zo'r menejer bo'lmoqchiman desa, birinchi Photoshop Illustratorda grafik dizayn o'rgatamiz. Undan keyin UI UX o'rgatamiz. Undan keyin front backend o'rgatib, keyin project manager qilib, undan keyin product owner qilamiz, keyin founder qilamiz. Ya'ni bunaqa etapimiz ham bor. Ertaga bizlar bilan qolib bo'ladi-yu, uzoq yillik ketadigan odamlarni imkon qadar mana shuni uzoq yo'ldan ketkazamiz, ya'ni yurg'izamiz. Shuning uchun kimdir hozir men front-end tanlasam yaxshimi, back-end tanlasam yaxshimi deydigan bo'lsa, men birinchi aytadigan gapim, hozir AI agentlar chiqdi. AI dan to'g'ri foydalanib zo'r kod yozish mumkin-da. Odamda sal sabr deydi-yu, tafakkur yaxshi ishlasa, kodar o'zi shart emas-da, injener bo'lish kerak. Injener bo'lish uchun iltimos uzoqroq muddat sarflash kerak. Men 1 yilda dasturchi bo'lib pul topaman degan rejani qo'ymaslik kerak. Tushundingizmi? Ya'ni 3 yillik reja qo'ysan, 3 yil ichida injener bo'lish uchun nimalar bo'lsa o'tib chiqib, keyin oxirida AI bilan qilib ketaveradi ishni. Yana aytaman, IT o'zini o'zi, ya'ni dasturchilar o'z kasbini o'zlari o'ldirdi. Men mana shunaqa baholayman. Biz o'zimiz qolmaydimi? Yo'q bo'lmaydi, chunki umuman yecham odamlar ko'payapti, tug'ilish bor, o'lim bor, u tendensiya buzilmaydi. Oldin ham startap bo'lgan. Traktor ham startap deyiladi. Ketmon ham startap. Tushundingizmi? Ketmon ishlab chiqdik, u ham startap deb qolib aytgan. Hozir 9 oydan beri ko'proq startap ichidasiz. Shu paytgacha ko'rgan, sizga bas umuman ko'rgan loyihalaringiz ichida necha foizi rostdan muammolarga yechim berardi? Shu yerga kelib chiqaylik. Men shu bozorda ko'rganimmi? Bo'lsa ko'rgan eshitganlaringiz, mana shu taxminan ayta olaman. Necha foiz bo'lishi mumkin? Taxminan. Yo'q, men ko'rganlarim hammasi muammolilarni ko'rdim. Ya'ni muammoga yechim berganlarni ko'rdim. Founderlarni tahlil qildim, jamoasini tahlil qildim. Ya'ni yaxshi. Yaxshi, ha. Hammasi 100% ni ayta olaman, haqiqiylari. Yo'q bo'lib ketganlari o'zi demak yo'q. Va qaysi loyihadagi, qaysi yo'nalishdagi startap boom bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Meditsina. Nimagachi? Hozir O'zbekiston haqida gaplashyapmiz. Globalga chiqadigan startapimiz bormi? Ko'p bizada. Ko'pmi? Ha, bizada hozir o'tish davridamiz dedim-ku, bitta sikldan kelgan, hozir eshitib yurgan 10 million, 20 million, 30 million baholangan loyihalarning hammasi globalchilar ular. Ular ketishadi. Ular Kaliforniya kutib turibdi yoki Riyod kutyapti, mana shunaqa. Endi ozgina savollar bor bu yoqda. Shu postdan kelib chiqqan. Menga qiziqtirgan narsa, men bu yerda o'qib qoldim. Siz tarki dunyo qilgan paytingizmidi, bilmadim. 4 million dollarlik taklifni rad etganman deb yozgan ekansiz. Oldindan menda startaplar, ya'ni produktlar visioni bo'lganda, shuning uchun hozirda ham o'yin ishlab chiqaradigan jamoam bor. Bolalar o'yiniga fokus qaratishgan. Multfilm ishlab chiqaradigan bor. Hammasi o'sha jamoalar bo'lsa, shu o'yin ishlab chiqaradigan jamoamizga juda bir yaxshi taklif kelgan. Endi biz himoya qilganmiz, bizga grant bo'ladi o'ylaganmiz. Xalqaro pul taklif qilingan, u 2%mi, 3%mi grant, anaqa kredit hisoblanar ekan. Gap bu pulni to'la olmasligimiz, u narsadan emas, shunchaki olmaganmiz. U jamoamiz yopilib ketgan. O'sha paytda, chunki menda juda ko'p mana shunaqa yo'nalishda yopilgan, yana pulim bo'lib qolgan paytda yana ochganman. Mana shunaqalar o'tish davridamiz biz ham yoshlar. Shuni o'qidimda, men ham shunda o'yladim, qat'iyat bo'lsa kerak, olmasam nimaga taklif qilmagan ekan deb, va bu so'rayman dedi. Xo'p, yana bitta fikringiz juda ham yoqdi. Buni ham bu yoqda ozgina aytib o'tdik. Xo'p, muvaffaqiyat sari yo'l faqat London yoki Nyu-Yorkdan o'tmaydi. Buni Toshkentda, Qashqadaryoda, Andijonda yoki Qo'qonda ham topsa bo'ladi. Asosiy maqsadingiz qat'iy va mehnatingiz samarali bo'lsa bas. Bu ham sizning fikringiz. Xuddi shunday. Bitta narsani bilaman, biz resurslar cheklanganda umrimiz ham cheklangan. O'zingizning vataningizda, oilangiz bag'rida, qarindoshlaringiz atrofida bo'lish juda ham muhim. Men jamoamga ko'p tushuntiraman.
har bir ish qilingan payti ikkita borliqni o'ylaylik. Ruhiyat va tanada jasad. Bizani HGTda ham ruhiyatni o'ylagan joylarimiz bor. Ya'ni juda ko'p startapda jasadi daromad topadida, ruhiyat tomonini o'ylamaydi. Biza kommunal ehson degan funksiyamiz bor. Yana yaqinda hamma masjidlarning hisob raqamlarini yig'ib chiqdik. Keyin O'zbekistondagi ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan kambag'allar reyestri ijtimoiy himoya agentligidan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam bor, ularni ro'yxati bor, ularni yig'ib chiqdikda shundan so'nggi 10 oy ichida gaz sveti yo'q bo'lgan, qarzda bo'lganlarni ro'yxatini shakllantirdik. Yaqin mana keyingi update'imiz bir haftadan keyin kirasiz. Masalan 100 ming pul tashlaysiz, sistemani o'zi bugun 12 ta xonadonni chirog'ini yoqding deydi. Yoki shuna masalan o'zingizda hududingizdagi masjid tanlab turib gaziga svetini to'lasangiz bo'ladi, ehson. Kommunal ehson degan narsa ham qildik. Ya'ni ruhiyatimiz, ya'ni startapni ruhiyati ham rivojlanishi uchun. Bu yoqda shunaqa narsa, bitta o'zingiz baxtli bo'lish uchun dunyoga kelmadingiz. Albatta bu ota-ona, albatta bu oila, albatta bu qarindosh urug' va albatta bu zamin. Zaminni ham menimcha so'ralsa kerak, shuning uchun borish shart emas qayerlargadir. Mana shu joyda ham baxtli bo'lish mumkin. Kichkina qisqada yashaymiz. Agar ko'p bo'lganda edi mayli yurib 100 yil yo'qda 500 yil yo'qda bo'lsa bo'lardi. Lekin yangi qo'shib turgan narsa juda ham yoqdi. Faqat yo'qda endi o'zingiz yaxshi bilasiz kerak. Rostdan ular muhtoj emasmi o'rganib chiqishlik kerak. Agar shunday yo'lga qo'yilgan bo'lsa, bizda tarix bor-ku. Rostdan muhtojligini bilib olsa bo'ladi. Uni qarang. Biz bittalab skoring qila olmaymiz. Bizda ijtimoiy himoya milliy agentligi tasdiqlab beradi. Bu muhtoj oila deb. Biz ishonamiz. Yana bitta stereotipni yo'qotilishini so'rayman. Mana bunaqa bo'lsa-chi, yolg'on bo'lsa-chi, yo'q, biz ishonamiz deb so'z. Ishonch bilan katta bo'lmasak boshqa iloji yo'q. Ana bir har kuni sadaqa qilish haqida video chiqqandan keyin ko'pchilik kimga sadaqa beraman, har kuni ajratyapman sadaqa. 50 ming so'mni, 10 ming so'mni kimga beraman degan narsani yechimida shu. Mana har kuni kirib turib 10 ming so'm, 10 ming so'm, 20 ming so'm kimdir svetini to'lab olinsa, bo'ldi. Qanday? Oldimizda qish turibdi. Qish O'zbekiston aholisi uchun baribir qiyin o'tadi. Mana ko'mirlarda yoki gaz yetib bormagan joylarimiz bor. Ya'ni ancha yaxshilandi. Juda nechidir ming barobar yaxshilangan sharoitdamiz. Baribir mana shu oilalarga yordam berish uchun shu imkoniyatni biz qildik. Bu imkoniyatni qilishimizga eng katta sabab o'sha gap. Uyga kimnidir uyingizga issiqlik olib borib berasiz, kimnidir uyida yorug'lik berasiz. Insonning fitratida bor, qorong'ulikdan qo'rqadi, sovuqdan qo'rqadi. Issiq ta'mimizda issiqjon, yorug'likni yaxshi ko'ramiz. Ya'ni yorug'ga borishni xohlaymiz. Shuning uchun mana shu tomonlarni o'ylab biz mana shu kommunal ehson degan funksiyani qo'shganmiz. Bu bilan o'z proyektingizdan o'ylayapsiz-da, bu narsa qo'shganingizdagi proyekt o'lmaydi-da, o'sadi, o'lmaydi inshaalloh. Xo'p, mana sizni bir boshida ko'rdik-ku, boshida boshlaganimiz 2020-yilda yozgan bir postingiz bilan boshlaysiz, maqsadingiz bilan va hozir 6 yilda qanchaga erishganingizni ko'rdik, xudoga shukr. Va savol, HGT loyihangizni qayerda ko'ryapsiz? Shuni hozir gaplashsak, keyin o'sha paytda yana bir o'tirib, nima bo'ldi bir gaplashamiz. HGT loyihamiz rebrendingga tayyorgarlik ko'ramiz va hozir Qirg'iziston, Qozog'iston bozorlarida mana shu HGT loyihamizni zapuskuga tayyorgarlik ko'ramiz. Shuning uchun loyihani kelajakda yaqin kelajakda, bilmadim 1 yil, 2 yil xudo xolasa agar rejalarimiz pessimist, ya'ni xafaroq ohangda qaragan taqdirimizda bir 50 millionlik loyiha qilmoqchimiz. To'xtab qolmaymiz. Kimdirlar aytadi-yu, qaysi darajaga yetkazib sotib olaman. Yo'q. Siz sotish haqida o'ylamang, siz loyihani rivojlanish haqida o'ylang. Lekin men bilan ko'p gaplashganmiz, siz exit haqida gapirardingiz. Nima o'zgartirdi fikringizni? Qarang, men exit aytayotganlarim atrofdagi loyihalarni exit haqida gapirganman. Exit davridamiz konsentratsiya uchun. Voz keching, sotib oling degan gaplarni ko'p aytaman. Qo'lingizdagi ortiqcha narsalarni soting. Anaqa sizni vaqtingizni oladigan ortiqcha narsalardan chiqing, exit. Qaysi narsalar sotib, qaysi narsalar sovg'a qilib chiqing, keting, bitta narsani ushlang degan mazmunda. HGT ushladik. Endi o'sha rebrending qilganimizdan keyin qayerga nasibamiz qo'shilgan bo'lsa, o'sha yerga qarab ketaveramiz. Lekin aniq hozir investitsiya kiritgan odamlarni pulini minimum 10x qilish, 50x qilish rejalarimiz bor.
o'sha ketma-ketlikda. Bo'ldi, bo'lmasam xudo xohlasa keyingi yili yoki 2027 deylik, 2027 gaplashganimizda Qirg'iziston va Qozog'istonda ham qilgan bo'lar ekan xudo xohlasa. Bitta narsani sizni tanigan inson sifatida, mana shu qilayotgan ishlar sifatida aytaman. Maqsadingiz bor-ku, menda ham bitta maqsad bor. Shu maqsadda hamma startaperlarda bo'lishini xohlayman. Men bitta narsani xohlayman. 2027-yilda biz, mana 2027-yil xudo xolasa, kimdir mendan exit qilsa, men Alisherdan baraka topdim. Men HGT startapidan baraka topdim. HGT jamoasidan baraka topdim degan pulimni 10 barobar yoki 50 barobar qildim degan portfolio yig'moqchiman. Bu ham bitta portfolio. Siz haqingizda fikrlar bu portfolio. Shuning uchun mana shunaqa maqsad hamma startaperda bo'lishini xohlayman. Bu investorlar uchun nafaqat ishonchda, balki anaqa messejda, bu juda katta messej. Mana shuni birgalikda harakat qilsak, bizani O'zbekistondagi startaperlarga butun dunyo ishonishiga olib bora olamiz. Faqat hamma bir xil fikrlash kerak. Sinergiya bo'lish kerak-da, baraka uyg'onadi shunda. Hamma bir xil fikrlasa, mana shu portfolio uchun kurashishdaman. Alisher aka, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat vaqtingiz uchun. Menimcha o'z startap boshlamoqchi bo'lganlarga, startapga investitsiya qilmoqchi bo'lganlarga va IT sohasi bo'yicha ham ancha gaplashdik. Bu yoqda faqatgina shu biznes sohasi bo'lganligi uchun ko'proq biznes haqida gaplashdik, hayot haqida deyarli gaplashmadik. Va endi bizni ya'ni shu 1 soatni o'tishga, 1 soatdan o'tishga, shu vaqtda ko'rganlarga keling ozgina siz tomondan qanaqadir sovg'a bo'lsin, shuncha ko'rishdi, vaqtlarini ko'rishdi. Nima qilamiz? Yaxshi komment yozganlarga yoki qaysi startapchilar bor, yordam kerak. Venture fonddan pul olish kerak va hokazo. Ular bilan bir ko'rishsa bo'ladimi? Agar hozir o'ylaganimizda ham taklif bor. Endi bizani investorlar ko'radi, startapchilar ko'radi. Startapchilardan shu yaxshi bir fikr qoldirgan, u fikr qanaqa bo'ladi? Odamlarni yaxshilikka undaydigan, startap qilishda bir g'oyasini ozgina yozish kerak. O'shanaqa narsasini yozgan odamni chaqiramizda. Nonushtaga taklif qilsak, nonushta paytida ham nonushtaga taklif qilamiz, ham bilan startapini to'liq ko'rib berib, qo'limizdan kelgancha yaxshi ma'lumotlar bilan boyitishga, yo'naltirishga yordam beramiz. Ikkinchi tomon tadbirkorlar, ya'ni investorlarimizda esa bir 10 ta investorning fikrlarini 10 ta yaxshi bildirganini saralab olamiz. Ularni ham bir boshqa nonushtaga taklif qilib, o'sha Venture Mindset degan kitobni sovg'a qilamiz o'sha 10 kishiga. Ya'ni ikkinchisi biznes klubi bo'lib qolar ekan, biznes nonushta bo'lib qolar ekanda, 10 kishi bilan, 10 kishi yig'ilgan inson bilan. Shunaqa. Bo'ldi, xudo xolasa. Uni g'oliblarni o'zingiz tanlaysiz. Biz o'zi chiqamiz hammasini. O'zingiz tanlaysiz. O'sha saralab oladigan o'sha 10 ta investor va startapchilarimiz uzoq qoldirayotgan paytlarida usernamelarini, Telegram usernamelarini qoldirishsa, biz topa olishimiz, bog'lanishimiz oson bo'lardi. Alisher aka, rahmat. Juda foydali podkast bo'ldi. Bu nafaqat startapchilar uchun, investorlarga ham va IT sohasini boshlamoqchi bo'lgan insonlarga ham kerakli ma'lumotlar bo'ldi va ayniqsa hozir juda trend bo'lib turgan mavzular haqida gaplashdik. Men o'zimga ham juda ko'p narsalar oldim. Sizlarga ham qanaqa savollaring bo'lsa, kommentda yozinglar. Hammasiga javob berib o'tamiz. Aytganimizdek, podkastimizdan maqsad qanaqadir bu yoqda hech qanaqangi monetizatsiya yo'q umuman. Shu yo'lda bosib o'tgan insonlarning fikri bilan bo'lishish va ular bosib o'tgan qadamlar va mana shu ishga kirmoqchi bo'lganlarga nima tavsiya qilinadi yoki shu ishga investitsiya qilmoqchi bo'lganlarga qanday tavsiyalar bo'ladi? Shular haqida bilashamiz. Sizlarga ham rahmat. Aka, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat.